Assalomu alaykum. Toshlashamizni keyingi soni bugun Bahrom aka hamda Abduvohab akam bilan Xudo xohlasa zo'r trenirovka bo'ladi. Inshaalloh boshlaymiz. Bugun akamlar bilan trenirovka qilamiz. Grut qo'llovdi Bahrom akamni programmasi bo'yicha. Trenirovkadan keyin endi Bahrom akam hamma taniydi, pozing bo'yicha yaxshi anaqa ko'rsatib beradilar bitta ikkita joylarda. Endi biza baribir ko'p chiqqan bo'lsak ham любой sovetni ovuramiz, unaqa kibrlanmasdan. Akamni bugun sovetlarini olamiz, xudo xolasa aka. Birinchidan o'zimiz uchun foydali hozir bo'ladi, kollektiv uchun, Abduvohab musobaqasi uchun ham juda ham foydali bitta hozir kontent qilamiz. Ham grut bilan biceps kachat qilamiz birinchi, ikkinchi keyin ozgina pozirovkani ustida kamchiliklar bo'lsa ishlaymiz va xudo xolasa 25-da sahnada Abduvohab mo'shli formada ko'rasiz. Eslatib o'taman, videoni oxirigacha ko'rishingiz uchun yana bitta motiv Bahrom aka. Hamma ham bilmas ekanda, aka. Yosh bo'lgani uchun ko'pchilik o'ylamaydi. O'zbekiston Fitness va Bodybuilding Federatsiyasini katta murabbiylar va shunga yarasha trenirovkani cho'tka olib boradi. O'tgan sonda ham ko'rgansizlar va Abduvohab aka Xudo xohlasa 24 hamda 25-da bo'lgan Chirchudagi musobaqada favoritlardan Xudo xohlasa Paddeshkaga kelinglar. qattiq uyushmoqimizni Hamma o'sha yerda bo'lamiz. katta chempionlar bitta videoda. Ketdi, bos. Muskiroq, tirsak pastroq. Ha, ketdi. Ochsiz. Gantelli jim qilgandek, Jamoliddin aka. Sal pastroq. O'tak, mana mo'shli chiqdi. Xudo xolasa Bahrom akamning programmasi ekanda. Bugun Bahrom aka bizga o'zlarini grut bo'yicha maslahatlarni berib boradilar. Abduvohab akani ham opiti katta, lekin har doim boshqalarni ham maslahatini olib borish kerak. Siz his qilmagan muskullarning qismini boshqa sizni hamkasbi sherigingiz uni his qilib qanaqa trenirovka qilishni ko'rsatib berishi mumkin. Birgalikda ishlanganda har doim natija zo'r bo'ladi. Videoga maksimal informatsiya berishga harakat qilamiz. Yana talab bo'lsa, bu video chiqqandan keyin safar Abduvohab programmasi bo'yicha qanot ishlaymizmi, spina. Farqi yo'q. Abduvohab akam oyog'ida o'zi to'pli. Men meniskim bor oyoqda. Bo'ldi. Men oyoq qilmayman dedim. Karenamda hozir problema bor. Mashq boy menga e'tibor berish kerak bo'lgan joylarni kameraga olgan. Akam bilan yelka bosish kerak, akamda yelka ham zo'r. Chiroyli. Bahrom akada meni fikrim bo'yicha ko'proq pozirovani aka qo'yib olish kerak. Musobaqaga chiqadigan. Pozirovani qo'yish uchun kibrni sindirib kelish kerak. Kibrni? Mana bunaqa narsa borda. O'zi har qanday sohada bir inson qaysidir yo'nalishda zo'r bo'lishi mumkin, lekin universal hamma yo'nalishda zo'r bo'lgan inson yo'q. O'shaning uchun bir-biridan maslahat olishdan odam o'zini olib qochish kerak emas, yetganlari kibrga berilish kerak emas. Shunaqa temasi bor. Chunki polibon men bilgan narsani Abduvohab, например, bilmaydi. Abduvohab biladigan temani men tushunmayman. Hamma o'zini organizmida sinab ko'radi, bilasizmi? Mana shu bodybuilderlarda bitta plyus narsa bor. Ani qattandir prosta o'qib o'rganib olmaydi-da. Oldin o'zida sinab, o'zida minus pobochkalarni ko'rib, plyusini yaxshisini olib chiqib hammaga ko'rsatadi keyin. Xuddi boya gapdan bo'ldi-ki, o'qigan emas, uqqan anu bo'ladi deydi-yu. Men o'qigan bilan baribir sinab ko'rsangiz, vashya boshqa-da. Vashya boshqa. Amaliyot boshqa ishlaymi? Jim bossizmi aka? To'xtang, jim qolib ketdi. Men hozir jim qilamanmi hozir? Yo'q, jim qilmaysiz. Nima aytaman? Aka, nagli fortishka ochib chiqib ketasiz. Yo'q, aka. Men qilolmasam bo'l, qilolmadim-yu. Aka, biz gaplashyapmiz, lekin sizga qarab o'tiribman, Ha, aka. bo'ldi. Miyani yarmi bilan ko'zni yarmi sizda. Shunaqamidi? Aka, mana shu proyekt o'rtalarigacha sizni formaga keltirishimiz kerak. Proyektni endi oxiri demayman, proyektni avjida musobaqaga tayyorlanayotgan bo'ladimi? Xudo xolasa. 110 kiloda turib olib. Inshaalloh. Endi menda to'g'risini aytsam musobaqaga qiziqaman, lekin chiqmayman deb o'ylayman-da. Ana musobaqa chiqibdi-yu, kostyum shimda chiqadigan, Shimlada.
Ko'rdingizmi? Ko'pchilik aytadi-ku, men avratimni ko'rsatmayman deb. Пожалуйста, shunaqa kategoriya federatsiya bor. Nabba bilan IFBB elitda hozir kiritilgan. Ko'proq внешний вид, sochlarga qarab, tam ozgina yuziga makiyaj qilib, kostyum и jinsi shim ketalida chiqishyapti. Pastda futbolka yo'q. Anaqa sportivniy obraz. Mana aka musobaqa ozgina qoldi. Bugun 17-chi adashmasam, musobaqaga qolganimiz bir hafta qolgan. Hozir veslarini tushirdingizmi, tushirmadingizmi? Ishlayotgan har doim veslaringizni. Hamma. Yo, men trenirovkam shu qoladi lekin aka, anu sejat qilib nima qilmayman aka. Men Bahrom akamni o'zi ham biladi. Oldingi paytda esingizda bo'lsa Bahrom aka kichkina olib ko'p qilgan relef bo'ladi deydi. Unaqa narsa yo'q bolalar. Hamma gap anu ovqatlanishni to'g'rilasanglar relef ham bo'lib ketaveradi. Просто energiyani tratsa bo'ldi. Kichkinaroq ko'p qilish bitta joyda ko'rganman o'zimda ham. Sahnani orqasida. Ha. Просто mishsani qonga to'ldirish uchun bo'ldi. Chunki yo'lda og'ir vez bilan ishlash sharoit bo'lmaydi. Ana kuni ham bittasi shunaqa deydi. Men relefga ishlashim kerak edi, yengil ko'p qilaymi deydi. Shunaqa savollar ko'p keladi. Og'ir kam-kammi yoki yengil ko'p-ko'pmi? Sizmi Bahrom aka? Menmi? Texnikani buzmagan holatda og'ir vez. Endi baribir texnika buziladi. Например, 10 ta повторение ham siz 8 ta chiroyli qilishingiz kerak. Qolgan 2 ta повторение mayli ozgina. Demak, kichkina veslarini agar qilib yuraversa, bu muskul o'sa ketaveradi degani emas. Muskul qachon o'sadi? Silovoy ko'tarilganda o'sadi. Eng zo'ri boshlangishdagi zo'r maslahat. Daftar olib yoki telefon kunini yozadi. Jimriyojam bugun 40 kilo qildim. Короче, keyingi oy 50-60 kilo. Ana o'shanga harakat qilish kerak. 2,5 kilo, 2,5 kilo har hafta qo'shish kerak. U qo'shilish uchun davafga ichish kerak. Kuch ko'paytiradigan kreatin, aminokislot, multivitamin, mineral. Ovqatlardan asosan uglevod. Shu guruch, makaron, grechka, masala, ovsyanka, uglevodni qancha ko'paytirsa, silovoy ham shuncha ko'payadi. Jamolning katta esa bitta riski bor, qolgan joyi plusda. Bitta travma olish riski bor, qolgan joyda полностью plusda. Bu ham Mishsa kam vaqtda maksimalniy nagruzka oladi, o'sadi. Qon ham tez boradi mishsaga. Единственный o'sha aytgan minusim noto'g'ri texnika bazasi kimdir qo'ygan bo'lsa, noto'g'ri ko'tarsa travma bo'ladi. Ana o'sha minus. Qolgan joyi plusda uni ham yechimi bor, yoki trener bilan yoki yaxshi sherik bilan qilish kerak. Ha, chetdan baribir o'zingiz qilayotganingizni bilmaydi, chetdan ko'rib, mana bu noto'g'ri, bu to'g'ri deb qarab turish. Endi odam ham ozgina bizda mana bunaqa nima borda, nechi qilasan desam, 100 kiloni 10 ta qilaman deydi. Bir o'zingmi deyman-da, ha bu. Bir o'zingmi deyman-da. Da sal deydi. Sal bo'lmaydi bu yerda deyman. Yoki o'zing, yoki umuman hech kim biladi. Billa qilmaysizlar dedim, o'zing qilasan dedim. Bolalar billa qilib o'rganib qo'yganda, keyin bir o'zi kelib turib, o'sha versa olaman deb o'ylab ketib qoladi-da. Например, men jimda bir shogirdlarim bor, aka bugun ko'taraylik og'irroq. Davay, пожалуйста, yo bitsepsga ishlayman, yo stanovityaga qilaman qo'shilib. Yana turib qursan ham deb qo'yadi. Bir xillar tan oladi. Aka o'zim qila olmadim, deydi, malades deyman. Ha, unaqa deb tan olmaganlarni Davay. Yerga yaxshi ishladim deb o'raman, bo'ldi. Oxirigacha jim, qaramang. Davay. Lekin bir xillari anaqa bilib turib ham tan olmaydi. Bir xillari 80% shunaqa. Davay, oson. 80 kam etdingiz, 95 diyorum. Davay. İşte, davay. Jamolniki to'kinachili. 2, oxirgisi. Ha. Farrosh. Nechta bosdik aka? 3 ta bosdikmi? Oxirgisi. 4 ta bosdik. Oxirgisi. Menmi? 15. Menda o'zi har doim guyut orqada qolganda yomon qiynalaman. Shuni tanab olaman. Lekin eng qo'rqinchli narsa aytaymi, proporsiyada orqada qoladigan mishsangizni o'stirasiz. Ha. Shunaqa dahshat chiqadi. Chiroyli bo'libmi? Massivni katta chiqmaydi, u по-любому
sifatli bo'lib chiqadi. Chunki genetishning o'zi yetishmaydi, недостаточно. Kichkina manda, endi mana shu ko'krak qismi. Juda qiynalib chiqaradi odam. Kecha oyoq qiluvdim shanba kuni. Ketiran yana okalar tavsiya qilishdi. Boks ular bordik. Давай, qaytishimiz. Biz bordik. Yo hozir yo keyin qachon trening qilamiz bilmadim. Xudo biladi. Balkim oxirisida. Ha. Dakanso bordi lekin ha aka kuchani har bittasini o'ldirdi. aka ani qonni his qildim u kelayotganini. Ha. Hozir siqib olmasangiz bor, ani pamp zo'r bo'lmaydi-da aka. To'g'ri, achiydi aka, qo'yib yuborganingizda o'tib ketadi-yu. Bitta savol bor shu yerda. Pamp muskul o'sishiga yordam bermas ekan. Shu qanaqa qaraysiz fikringiz? Pamp shart emas ekan muskul o'sishiga, u pamp aldamchi narsa ekan. Ha, просто texnikada qilsa bo'ldi ekan. O'zi pamp qanaqa bo'lishini o'sha kim aytgan bo'lsa, shu odamga tushuntirib berish kerak-da. Muskul harakatga kelib, muskulga qon kelsa pamp keladi. Pamp qachon keladi? Trenirovka qilsa keladi. U pamp yordam bermaydigan, u odam trenirovka qilmas ekanda unda. Ha, oxirgi U odam trenirovka qilmas ekanda unda. Endi aka pampni ikki xili bo'ladi. Bular aytgandek boya musobaqaga chiqishdan oldin kichkina vesda qilib turib, aka mana hozirgidagi realniy normalniy veslarda qiladigan pamp ham bordi. U odam qaysi birini nazarda tutdi, men bilmadim endi. Oxib aka, sportga yangi kirgan, bodybuildingga kirgan bola kreatin ichishi mumkinmi? Ichishi qaraylik. Sport bitlarning ichida eng effektivni beradigan o'zi kreatin bo'ladi. Plus hammaga yoqadigan anaqa savolmi deymizmi, arzon turadigan eng sport bitlardan bittasi, eng effektivnilardan. Nimaga ichiladi? Mishtani tagida vadinoy saqlaydi, o'shani hisobiga kuch beradi, massali oshadi. Plus qanaqa ichadi aka, dotirovka ichamizmi, posetirovka ichamizmi savol mani direktlarimda har kuni yozishadi. Bolalar, farqi yo'q. Qachon ichasizlar, dotirovka ichasizlarmi, buni effekti nakopitelniy effekt. Ani ichsanglar yig'ilib borgandan keyin ta'sir qiladi. Bu energetik emas, bitta ichsanglar sразу ta'sir qiladigan. Shuning uchun 10 gram ichinglar, ikkita qoshiq bo'ladi. Dnevnoy normalar. Bo'ldi. Yetadi. Kreatin Maxler brendidan men o'zim hozir sushkada bo'laman, lekin massa naborda постоянно kreatin ichaman. Nega? Travma olmasligim uchun. Travma tirsak, yelkani svyazkalarini ichida mishtalarning tagida zo'r suv saqlaydi. Men katta vesada ishlaganim uchun kreatindan постоянно foydalanaman. Kreatin ichishinglar maslahat beraman. Любом случае aka, любой нагрузка mishtani o'sishiga yordam beradi. To'g'ri pitaniyada oqsil bilan uglevodni to'g'ri qo'ysa o'saveradi. Конечно. Bodybuildingda Amerikada bitta sitati bor. No limits deydi bodybuilderlar. Oxirisi yo'q demişdan. O'saveradi. Faqat yosh oqga qaytarib qo'yadi, bo'ldi, ungacha o'saveradi. Davay. Ketdi. 5 ta yana. 2 3 4 Ha. Davay. 5 ta kam bu. Kam. Yana 2 ta. Ketdi. 2 ta sira qo'yib. Qanaqa baxtli insonsiz. Chempionlar. Хорош. Aka, menga o'zi havas qiladiganlar ko'p ekan, aka. Shundoq zo'r sportsmenlar bilan trenovka qilasiz, qalay bo'ladi. Bilmasam deyman, men hamma bilan chiqishib ketaveraman. Lekin hammasi bilan ham emas ekan, aka. Hech kimga g'arazim yo'q, lekin hamma bilan yaqin bo'lib keta olmayman. Ha. Nima deyapti bu? Bilishinglar uchun men his qilyapman, juda ham qattiq. Inshaalloh 24-da bu formani oyog'i bilan hali hech kimga oyog'ini ko'rsatmadingiz-a? Hozir yana bugundan suv ichishni boshlaganman, 10 litr. Oyoqni juma kuni istoriya qilib, akamni Bahrom akam atmetka qilib qo'yib qo'yaman. Juma kuni oyog'ini ko'rsatmayaptilar. Shu yerda bitta narsa. Sushkadaman yoki shogirdni sushkada detsam,
suv ichmayaptimi degan narsa bor. Hozir Abduvahob aytdi, suv ichishni boshlaganman. 10 litr. Suv shunaqa chiqariladi, boshida suv ko'paytiriladi, maksimalniy. O'zini vesiga qarab maksimalniy ko'tariladi. Keyin musobaqa kuni registratsiyagacha постепенно o'zini vesiga qarab tushirib boriladi. Bu sushka degani faqat asosan o'sha yog'lardan, uglevodlardan saqlanish, eng glavnisi. Bizda endi aka sushka deganda suv degan so'z bor aka, Ha, suvni ha. ichilsa keyin bir ikkita bolalarda eshitdim aka, ani suvdan qo'rqadi bolalar. Naborot suvdan qo'rqmasdan maksimalni dabit qilib, tuzdan qo'rqmasdan Конечно. o'zi tuz bilan suv hal qiladigan joyi bo'lsa. Keyin hozir atletlarda ko'p ko'ryapman. Musobaqa oldi ko'p yozib qolishadi, maslahat so'rayapman. Ko'ryapman strashniy sliv. Вообще страшный. Og'ir vestigilar suvni bir hafta oldin kamaytirib tashlashgan. Aha. Tuzlarni olib tashlashgan. Men hayronman. Tuzsiz qanaqa qilib sahnaga chiqib pozitiv Qanaqa qilib borishganiga hayron Ha. bo'lasizmi aka? Tak. Endi to'g'risi ani jo'skisi ham bo'lmaydi deb o'ylayman-da. Unaqa Pam-pam bo'lmaydi. sliv qilgandan keyin. Pam-pam bo'lmaydi unga. Skameykani olib boraylikmi aka? Mana qo'yamiz. Keyin mana Jizzaxda bo'lgan musobaqada Bahrom akam bilan birga kraska sepib, kraska surdik-da. Zo'r atletlarimiz bor, mushtlarni yaxshi o'stirgan. Cho'tka o'stirgani sushkaga kelganda xato qilib qo'ygan. Yokida sog'lig'i ketib qolgan sushkada, yokida oxirigacha ginekamastiga chiqib qolgan variantlari ko'p. Juda ko'p ginekamastiga chiqqani bor. Undan tashqari oxirigacha formasidan sushka qila olmagan. Boya gaplari shunga taqalib qoladi, ya'ni bir-biri bilan aloqa zo'r emas. Misol uchun ras ozgina tushunmayaptimi? Kelish kerak-da, o'zidan o'qitliroq bo'lgan odamlardan zo'r muomala bilan so'rasachi, pulli ma'lumotni ham shunday tekinga beradiganlar bor-da. O'zingiz ko'rsatdingiz-ku, tekinga maslahat bergansiz, bir inson foydalanmagan. Endi ko'pchilik mana shu musobaqadan keyin telefon qilib, уже maslahatni so'rab, "Okey, yana o'zingizlar bo'yab qo'yasizmi?" deb yozishyapti. Endi qanaqadir приятный ozgina. Значит, nimadir bilar ekansiz, что Yoki men aloqaga chiqishyapti. bodybuilderlardan duo eshitdim bor. Qo'l ochmani xolos, qo'li kraska edi. Sekin. Aka, bizda boyagi gap bor-ku, quloq solmaydi bir-biridan. Bizda bodybuilderlar ozgina bir-biri bilan urishadigan odati bor-da. So'z bilan emas, gap bilan emas, ichidan urishaveradi. Hozir Bir-biriga qarshi bo'lib, hozir Instagramda ketyapti bu narsa. Ha, juda ko'p. Masalan, Masalan, bunaqa narsalardan o'zim sal uzoqlashishim kerak. men bu yoqqa keldim-ku aka. Hamma planim tayyor, hamma narsani plan qilib bo'lib, tuzlarigacha yozganman. Lekin shu joyda bari Bahrom akani bitta gapini olib ketmoqchiman. Qani? Ani nima, chempion miri qanaqa savet berar ekan deb. Balki o'sha savet absolutkani olishga yordam berib qolar deyman. Bo'lishi mumkin. O'rganib olish kerak. Misol uchun aytgan 100 ta gaplaridan balki bittasini bilmasangizdan u ham Ha, qilishdi. ha. 99 tasini bilgan taqdiringizda. O'zi anu pik forma kelayotganda-ki bitta nyuans ham rishat qiladi-da shu joyda. Men shu yerda endi biza yaqin bo'lganimiz yoki tanish bo'lganimiz uchun emas, bitta искренний narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Bodybuildingni bilsangiz, genetika degan narsa bor. Mana shu bizani bodybuildingda sustavlari imi mana shu temirdek odam mana shu bo'ladi. Aka, Bodybuildingda искренний, bu hech qanaqa emas. Sustavlari mo'shniy, trenovkani qoldirmaydigan. Nima yeyishini bilmadim-ku, nimadir yeydi-yu ora-orada. Buni bilaman, chunki bunaqa kuch bo'lish uchun ozgina yeyish kerak. hozir akam ham savol berdi, Jamoliddin aka. Silovoylarni tushirdingizmi deyaptilar-da. Aka, men silovoy tushirsam trenovka qila olmayman. Ba'zi bermaydi, kam bermaydi. 10 kilo. Mana shu joyga yana bitta ma'lumot. Biza Jizzaxda hammamiz birga bordik. Bahrom aka bor edilar, Abduvohob aka. Bizani umumiy do'stlarimiz, ikkita mashina bir 10 kishi bo'lib bordik-da. Kechqurun emas, ertalab 6 da uxladik. 9 da turib ketdi shun bilan ishga. Biza men Bahrom aka, Abduvohob aka xuddi shu videoni Jizzaxda olishimiz kerak edi. O'xshamadi, biza klassga kirib ketdi. Bo'ldi, Abduvohob aka bormaydi trenirovkaga. Charchagan odam desa, zaldan video kelyapti-da. Mana biz bordik, Jizzax dam olish kuni, hamma dam olar ekan, absolutni Jizzaxda dam olish kuni, hamma yopilar ekan. Borib, zalni ochtirib, trenirovka qilib, zalni yopib kelishdi-da.
Disiplina. Qarasam musobaqada ko'rinmayapti. Bir payt shu obeddan keyin keldi. Veselый kulib. Настроение yaxshi. Sushkadagi bodybuilder trenovka qilib olsa veselый bo'lib qoladi-da. Lekin Kun o'shandan sanaladi. Trenovka qilib oldingizmi, kun o'tgan hisoblanadi. demak shu kungi katta plan, katta galishka. aka o'zi ham 6 ta zalga bordik Jizzaxda. Hech kim u yerda Jizzaxda mana bunaqa ekan, yakshanba kun hamma yopaverar ekanda bu joy. Dam oladi. Oxiri bitta brat telefon qilib zal ochib berdi. Endi ani Jaydarcha zal desam, kirsam, vash zo'r zal ekan. Nomi esingizda bo'lsa yeting mana. Qanday okamlarga foyda bo'lib qoladi. Ochib bergan Nomi esimda yo'q, lekin bratan rahmat. Mana hatto duo ketdi. Mazza qildik o'sha. 3 marta rahmat aytdim o'sha bratanga har o'tganda ko'rsam. Mana masjidga kanaqasini bermamiz-ku, qatiga e'tibor berish kerak hozir. Men qilayotganimni Bahrom aka aytib turadilar. Главный texnika sekin turish kerak. Keldi orqaga. Ana negativniy faza yetadi-yu, mana tepadan pastga tushayotganda. Bitta lekin haqiqatan освещение zo'r ekan Bahrom aka. Настроение ko'taradi. Trenovkadan keyin pozirованiyga alohida xona qilib qo'yganmiz. Svetlari bilan. Qayerda yaxshi, zaldami, o'tdami? Bu yoqda yaxshi. Bu yoqda yaxshi. Hech qanaqa пространство, звук 0, hech qanaqa ovoz yo'q. Kolonka bor, Bluetoothdan o'zingiz muzikangizni ham tayyorlasangiz bo'ladi. Davay. Ketdi, yana chiqadi. Mana shu atkazdagi oxirgi 2-3 ta o'sishiga yordam beradi. Sekin cho'riladi. Go. Хорош. Oxirgisi. Bosing. Давай. Ketdi. Хорош. Zo'r. O'zi kuchlilar bilan ishlaganingizda o'sasiz, mana shunaqa qiynalib. Ha. Tajriba. Siz yana tajriba olishingizga yordam beradi. Ha, xudo xolasa. Men birovdan maslahat olish yoki nimadir bilmaganimni so'rashdan umuman anaqa qilmayman. Hijolat ham bo'lmayman. Uyalmayman ham, bekitmayman ham. Misol uchun men bitta men hozir qila olmagan versiya bizning podpishchilar nechtasi qila oladi-da. E'tibor bering aka. Zo'r, cho'tka, ani bir xil bo'ladi-yu, shunaqa odamlar bor. Syomka etamiz, oldindan yengilroq qilaylik, uyalib qolmaydi deydi-da. Men aytaman, uyalish kerak emas. Ko'pchilik zalga tushgan bo'ladi. Ozg'inman yoki vesim kattadir. Hamma u yoqda kachokli yig'ilgan, menga qanaqadir uyat bo'ladi deydi. Sizlarga bitta zo'r statistika aytaman. O'zbekistonning 3% aholisi zalga chiqar ekan. Balki bundan ham kam bo'lishi mumkin. 3%. 1% mana shu yerda hozir. Zalda yashaydi. Давай. Легкий. Хорош. Davay. Javondagi oyoqni sal yig'ing. Oyoqdan upor oling. Oyoqdan chiqsin. Boksda udarlar bor. Ketdi. Davay. Easy. Bitta. Oxirgisi. Davay. Kurashing. Yaxshi. Bahrom aka hayotda bizdan ko'ra ko'proq ko'rib qo'yganlar-a. Reming, qo'llariga pulchniklar bekordan qilib taqmayaptilar. Ko'p har xil suluchalarni ko'rganlar-a. Endi Abduvohab aka boshqa tema. Abduvohab aka уже odamlar qatoridan chiqqan. Saf temirdan. Odamlar qatoridan o'chirganmiz уже. Men kislarim yaxshi edi, men jujutsuda ozgina qilib qo'ydim, travma qilib qo'ydim. Hammasi qilyapmilarmi? Lekin o'shanda ham brat ko'rsa, rezultat qilib o'zlarini bitta o'zlariga isbotlab qo'ydilar. Zo'r. Ani odam o'ziga o'zi isbotlasa maza qiladi, kim uchundir emas. Eng kayfi. Все, sam. Sal uyatli bo'lib qolaman lekin. Ha, yo'q, teparoqqa qo'yib qo'yimizda. Bismillah. Rosa, mana shu joyda ko'p kuch ketadi-da aka o'zi. Ha, yechib olishganmi? Olayotgan payt, to'ppa-to'g'ri. Просто o'shanga yordam ber. Bu Bahrom akaga samleni yo'q edi. Rosa kuchi ketmasin bratanni deb olmoqchi edim. Bahrom aka shunda sizdan bitta pokoleniya oldingi bodybuilderda. Ketdi. Bam. Zo'r. Men shunaqa deb tushunaman. Bahrom aka siz shunda Abduvohab akadan bitta oldingi pokoleniya, ya'ni sizlar karyerani endi siz butkul to'xtatdingiz, davom etib qolasiz. Sizni qatoringizdagilar to'xtatdi, undan keyingi pokoleniya уже Abduvohab akalari chiqyapti-da. Oranglarda bir 6 yosh adashmasam farq bor.
mana shu Mendan keyingi pokoleniya sakrab yubordi. federatsiyaga ham starshий trener bo'ldim ham, например. Allohga shukr. Galstukga Ko'ynilarda bordimda, videolarini ko'rdimda. Men o'zim uchun hali 18-20 yoshli bolaman-da. O'sha videoni ko'rsam qanaqa qariyotgandek his qilaman. Ani eski videolarimi? Yo'q, yaqindagina. Galstuklarda tam federatsiyaga qatnashganimda. Haligi rasm bor aka, hali ko'rsatamiz. Yo'q, tashlab qo'ying. Chiqoma akam qora kiyimda mana bunaqa menga qatga turish ko'rsatyaptilar. Hozir menga bo'lyapti Lekin meni. o'sha sudya priuchasini ham Men akaman. yo'q, Jamoldan qilasiz. Bularni qolib ketdi. Mendan keyin Jamoldimi? Yo'q, men aka. Siz yuzni qilmadingizmi? Qilib bo'ldim. Mana 2.25 aka. Ha, bo'ldi, shu. Jamoliddin akamni o'yladim hozir. Bunaqalari qochmasin. Bunaqa krugni trenov qilgandan keyin testosteron ham baland bo'ladi, miya ishlamay qoladi. 10 ustiga yuborayim. Ha, davay bilan. И aka bularga ko'rsatdim-da, o'shandan keyin teba chiqib ketdi. Короче, brat endi ko'ngillarda hammani chiqaryaptilar, yo'li qilyaptilar, keyin aytolman. Bahrom aka zo'r chiquvdilar, konkretно, ya'ni musobaqaga chiqayotganlarning oldida ko'ngildagi odam ham kashokda. Bundoq qilib, Mamit Ruskuli chiqib ketyapti-da, ko'ngli o'zi yo'qmasa. Yuryaptilar, ani klassik shim tordi. O'shanda boshqacha yarashib turdi. Keyin O'sha chiqmaysizmi? Formangiz zo'r chiqmaysizmi? O'zingizni ani idealni yani topib olasiz, bilasizmi? O'shanga chiqmay, o'shanga yarasha bo'lmaguncha, mana Abduvahob ham qadib chiqavermaydi-da. Yaxshi shou qilib, yaxshi formada chiqadi. Любой bodybuilder xohlaydigan narsa. Xo'p. Bahrom akani o'zlari yetmayotgan ma'lumot, lekin suhbatimizda bir safar aytuvdilar. Abduvahob akamdan ham sizdan ham xuddi shunaqa fikr chiqqan. Men nima qilaman? Bir marta O'zbekiston chempioni bo'lsam yetadi menga. Nima qilaman? 10 marta qayta o'sha narsani urib, yoshlarga yo'l berish kerak-ku. Ko'pchilik bor, tushish kerak. Orada Osiyoni urdingiz, jahonni ham urib keldingiz, adashmasam biri. Mana shu cho'tki formalada lekin hozir. O'shanga chiqarishingiz kerak emas-da, ozgina Plankani oshirib. ozgina. Например, men o'zim ham qanaqadir chempion beri O'zbekiston chempionatida qatnashsa, menga qanaqadir neudobno. Ha. Men o'zimga. Chunki u yerda 5 shans turgan narsa Tipi katta bola, maktab bolasi kelib turib, bog'cha bolalari bilan bitta qum o'ynaydigan joyda qum o'ynab urishgandek gapda. 5 shans. Lekin hozir bitta ana no tomoni bor-da buni. Agar davlat tomonidan sponsorlik qilib, chempionat Osiyo chempionati yerga ketish uchun oldin O'zbekistonda tushishingiz kerak o'zingiz. Ha, demak, o'sha narsa qo'yib qo'yilgan hozir. Ha, endi uning uchun O'zbekistonni yutgan odam keyingisiga ham o'tishi kerak. O'sha tomoni ham bor-da bizda. Aka, o'tay bitta bosaylik, seryozni. Bu oxirgi podxodmi? Ha. E'tibor bersanglar, har safar oxirgi podxodda o'zlariga maksimum vес qo'yib, o'ldirguncha qilyaptilar har bitta mashqni. Xarosh. Texnika. Og'ir vес ham texnika bilan qilinadi. Ego lifting bilan shug'ullanmasdan, aka. Ha. Hozir ko'pchilik men bu yoshman, men bunga vizit tashlolman. Mana bunaqa ko'tarib berchi degan videolar ko'payib ketdi. Men shu joyda mash texnikani qilib berchi degan bo'lardim. Aka, yana bitta bosay. Davay. Olaymi? Drop set. Olasiz yana kamaytiramiz ketini. Ha, kamaytiramiz. Drop set. Dakansiz o'ldirasiz. Hoş. Давай. Хорош. Zo'r. Yechingmi? Yanami? Давай. Ket, yoturing. Yechib ham bera qoling. Hali kuch bekor ketdi. Eng kayf joyi mana shu. O'ldiradigan. Buna sushka degan Hali ehtiyot bo'ling, pam bo'lib ketmasin. Bildirlar shuni. Ha, o'smay qoladi keyin. O'zi mana shu imенно fitness olamida shunaqangi ko'p Instagramda yengillashib ketib, men ko'rib uspet qilmayman. Har xil odamlardan har xil narsa eshitolmadim, bilaman. Abduvahob hozir xolodilnik so'raydi-ku. Ovqatingizga e'tibor berdim. Porsiyasi kam. Menimcha belok bilan kletchatka yedi faqat. Chunki uglevodimni yeb bo'ldim-da. Nimaga burger, osh, shirinlik yemayapsiz?
to'g'ri Usta bo'ladi. ozishga yordam beradi. Bolalar, bitta narsani tushunib olinglar. Medlenniy uglyod degan narsa bor, bistriy uglyod degan narsa bor. Burger nimaga yema deymiz biz? Chunki u yeganingizda katta kaloriya keladi-yu. Keyin bistriy uglyod bo'lgani uchun tez jirga aylanadi. O'shaning uchun biz ovsyanka, guruch yeylar deymiz. Bir xillik. Ha, Bahrom aka, Tanani o'rgatish kerak o'sha uglyodga. armiyada endi soat 8 da zavtrak beradi deylik. Bitta. Ketdi. Uxlagingiz kelyapti. Yo, men 9 da turib zavtrak qilaman deya olmaysiz u yerda. Stabilni turib yeyish kerak, bo'lmasa yemaysiz. Bir xil beriladi, 1 yil bir xil beriladi. Hech qanaqa menyu yo'q edi. Zavtrak bir xil bo'ladi. O'shaning uchun ham oldingi paytlarda semiz bolalar armiyaga ketib, chotki bo'lib qaytib kelishganda. Chunki bir xil narsa qaytaravergan. Keyin armiyaga bormasa qizini berishmagan. O'shani disiplina deydi. Bir xil narsani har kuni yeya olishga katta duh kerak. Uni ko'p odam tushunmaydi ham. Burger slaba xarakternilar ishlab yuradi nimadir qilib. Trenirovka qiyin emas, aynan ovqatlanish va nafs tiyib olish qiyin. Okay, taqqos ketasiz. Mana bu yoqda kameraga ham ko'rsatib oling. Eslatib o'tishim kerak. Eslatmang, aytib o'ting. UFC Gymda bugun mehmondamiz. Bu zalga juda ham tez kelib turamiz. Atmosferasi juda ham zo'r. Bugun yakshanba kuni tanlaganmiz, odam kamroq. Boshqa payt mana bitta trenirovka o'tganlar ko'p. Bu yerda oktagon ham bor. Undan tashqari alohida matli zona ham bor. Juda ham yaxshi kelgan, alohida. Menga eng yoqadigani kardio zonasiga zo'r pul tikib qo'yishgan, chotki. Xudo xolasa bugun kardioni ham tekshirib ko'ramiz. 1 soat kardio qilishim kerak bugun. Pozirovaniyingiz ham bor? Ha, hali xudo xolasa 15-20 minut Bahrom akamdan ozgina o'rganadigan joylar bor. O'zingiz musikangiz bormi? Bo'lmasa bitta variant bor. Yo'q, muzikalar ko'p aka, bizda bilasiz. Yedi keladi hammasi. Tayyorlanmaydi akamni anunda ham aytdim, Jizzaxda musobaqada. Musobaqani ism familiyangizni aytguncha o'lib yuramiz. Ism familiya aytadi, bo'ldi, ketdi deb. Ketdi mashinadan. Joyida, Mamatda keladi. Aka, uning uchun bor-ku, ichida bo'lish kerak edi odamni. Unga men tayyorlanmay esdan chiqib qoladi bolalarni, bilasizmi? U yoqda aka kelaveradi ichdan. Eng yomoni esdan chiqsa yomon, sahnada qotib qolish bo'ladi. Do'ldirab qolishi. Zo'r formani tayyorlab turib. Zo'r formali bolalar ani oyog'ini ham dovdirab qo'yib yuribdi. Vashi. Keyingi 3-upражнениямыз bizda hammer. Bu yerda основной skameygan pastga tushirib olganmiz. Ko'proq effektni верхний частiga beramiz. Tushirganda ham xuddi o'sha boya jimlojadagi holatda negativniy fazani yelkani orqaga siqib olinadi. Чисти грудь dozini itariladi. Kamerada e'tibor bersanglar ham maksimalni o'rtasigacha ishlayapti. Bu ko'tarmayapti, maksimalni itaryapti. o'n beshtada, davay mushuk. Abduxob aka, mana shunaqa sushka payti L-karnitin ikkisi bo'ladimi? Musobaqaga qattiq tayyorlanyapsiz, siz. L-karnitin ikkisi bo'ladi emas, ichish shart aka. Negaki birinchi o'rinda yurakka qonni yaxshi aylantiradi, ikkinchi o'rinda badan intensivnisini ko'taradi, o'shanga jir yaxshi eriydi. Keyin buni bitta faqat professional mandagi sushka qotgan bolalar emas, hamma ichsa bo'ladi. Vez tashlayotgan, sal semizroq bo'lsa ham ichsa bo'laveradi. Glavniysi buni ta'mi ichidagi shakar yo'qligi, keyin boshqa L-karnitinlarda ozgina hid chiqaradi badanni ichgan payti. Bunda unaqa bo'lmaydi. Ta'mi ham yaxshi. Qolganlarni ham ichib ko'rganman, o'zimda o'sha narsani his qilganman. Mana buni ichyapman, unaqa narsa his qilmayapman. Shuning uchun L-karnitinni tavsiya qilaman mana shu Maxler brendidan. O'zimga o'ta yoqdi. Lekin yomon strashniy bo'lib ketdi bu. Bilay. Aytardim, har safar aka pozironiyadagi UFC Gymga boring derdim. Aytaman, даже menda press ko'rinadi bitta.
aka qo'lni qarang, vash strashniy bo'lib ketdi-yu. Ko'rsatib qo'ying. Чисто fan. O'ziga o'zi yoqib ketyapsizmi? Jamolni qildingizmi? Ha, hozir qildim, lekin Bu- salbiyasini kamaytirdim hozir. Bodybuildingda mana shu sushka paytda atletlar eng maza qiladigan payt. Chunki Shuncha yillik natija. polniy mish sezon yuradi. Baribir bunaqa tomirlar, bunaqa mishsalar alohida turmaydi. Shuning meni o'sha payt maza qiladi. Men ana unda bolalarga aytyapman-da. Musobaqaga tanlanayotgan bolalar. Ketdik Jizzaxga zo'r bo'ladi, tudasi. Charchagan paytda nima qilasan? Qachon borasan unda deyman-da. Kontent, men Instagram hozir hamma Instagramda anu qiladi. O'shandan foydalana olmaydimi? Mazza qilib, aka. Dietadaman, настроением yo'q. Men ko'proq mana IFBB'da chiqqanlarni men aytdim. Ko'rmang yaxshi. Lёгкийroq slif qilib, davay mana. Chempionat O'zbekistonga WPFga ham desam, okey. 2 hafta chidasang bo'ldi-yu deyman, yana qachon bunaqa forma qilasan deyman. Charchadim. Qiyin ekan. Bir yil bitta musobaqada 5 marta chiqqanman. Endi aka yosh paytingiz organizm ko'taraveradi-da. Birinchi musobaqaga 5 farma chiqqanman. Ko'pchilik shunaqa ekan. Ha, Abduohib aka sizni storingizdan shunaqamida bitta pochka aksiyada bilan chiqmadingiz? U ham aka 60 ta dona u ham aka grefga kelib qolgan. Chunki gormonlarni o'zi yaxshi bo'ladi. Ha. Kachka qilsam zo'r edi-da o'zi aka forma. O'sha birinchi musobaqangizda o'rin olganmisiz? 47 uchastik bo'lgan absolyutga olganman. Voy, gap yo'q lekin. Mendan katta yigitlar bor edi. Просто men pajirovka yo'q turganman, qochish bo'lmagan. Birinchi plyajga kirgan payt edi, 2016-yil. Ha, ko'pchilik umumgacha hamma bodybuildingga Men shug'ullanadi. shundoq ko'rganman-da, tepada olov turibdi. Kelganman-da, все bo'ldi deganman. Chunki unaqa vinozli kattalar ham bor edi. Keyin ularning chiqish payti keldi, muzika bilan chiqadi-yu. Mana shundoq kelyapti-da. Mana shundoq qilishyapti-da. Pajirovka вообще nol-da, ha. Mani bitta o'rtog'im bor edi. Jonibek degan. O'zi o'shani stilni kiyinish, mana prichoskalarga o'zi qiziqadigan bola. Shortilarimni to'g'rilab, kiydirib, sochlarimni o'zi ukladka qilib, cho'tki qilib bo'yab, grim qilib qo'ygan edi. Ha, men ko'rganman, u chiqishingizni, sochni orqaga tarab, taku. O'shanda ham zo'r chiqqansiz, katta edi shunda ham. Endi Abduohib aytayotgan 2017. Men 2016 aytaman, birinchi musobaqa. ha yo'q, men 2018 aytyapman. Chunki o'sha paytda Oxirida o'sha soch. katta bo'lib ketuvdilar. Men birinchi marta ko'rganman. Tali kichkina yelka katta. O'sha payt. Shorti kiyib olganlar, вообще. Rasmlarni tashlab berasiz. Qo'yamiz, обязательно qo'yish kerak. Birinchi chempionatim ayniqsa. Ana Ana 5 farma chiqsa ham bo'ladi degan narsani ko'rsatib bermoqchi bo'lyapman, lekin hozir rivojlanib ketdi, hozir ilojisi yo'q. Hozir qiyin. Lekin o'tda mendan katta, mendan jo'stki bolalar bor edi. Просто meni formam u paytdagi ana men fizikka talablariga javob beradi. Hozir javob bermaydi. Ha, hozir javob bermaydi. Hozir ko'proq go'shtga e'tibor berishyapti. Bahrom aka lekin Abduohib akaga e'tibor berdingizmi? Ana unda Jizzaxdagi musobaqada maka kiyib oldilar aka. Такой выступить squatga atletga o'xshaylar. Musobaqadan chiqqan atletga o'xshaylar. Yo'qsa 5 sezon. Qaradim Abduohibdan kichkina bo'lib qoldi. Ya endi Sal yetib olay deb mayka kiydim. Abduohib aka formada hozir aka. Ha, Shu kungacha bo'lgan eng pikmi forma. Endi bundan ham kuchlisini kutamiz, xudo xolisa. Forma endi ochiladi. Yo'q, yo'q. Hozir aka Dальше yana o'syaptilar. Go'sht ko'p. akam optniku. Mana pятница kuni, juma kuni xudo xolasa haqiqatdan ochilgan payti bo'ladi. Tarozi kuni, juma kuni загрузка qilib boraman. Tarozi kuni vesni to'g'rilab, haqiqatdan shanba kuni ham bitta загрузка qilaman. Yakshanba kuni zo'r formada xudo xolasa chiqiladi. Zo'r formani aka boyagiga gap aka. Kibri yo'q. Maslahat olamiz bundan aka. Hammasini umumlashtirib o'zingiz keyin. Ha, menda unaqa narsa yo'q. Men formam zo'ru, Instagram yaxshi. Men kimdirni savet olsam sharmanda bo'lib qolaman, tudasida. Chiqib turib forma qila olmasdan yutqizib qo'ygandan ko'ra, Maslahat olgan. optniy nima okalardan maslahat olib, haqiqatan forma qilib chiqqan yaxshi deyman-da. Nechta musobaqaga chiqqansiz primerni? Manmi? Ha.
Hosili ungacha men aytib turaman. 8ta. 8 musobaqaga chiqqan bo'lsa, Abduvahobga hozir yengillikni qilib beraman. 8 musobaqasida qilmagan grimni qilib beraman. Bo'ldi. O'zi anu narsani aytib qo'yganman aka men, komplekt. Xudo xohlasa o'xshasa kelish kerak anu. Musobaqadan oldin suradiganlarga bitta komplekt. Bitta komplekt. Har bitta mishtasini chizib chiqamiz, xudo xohlasa. Inshaalloh. O'zini yo'llari bor uni sekin. Chunki grim ham juda ham katta ish qilib beradi. Ko'rsatib beradi. Grim temniy bo'lib ketsa, svetda mishta bekilib qoladi. Grim ochiq bo'lib ketsa ham bekilib qoladi. Shunisi yo'qmi? Unga ham alohida talant kerak. Lekin ham sredniy surish kerak. Lekin Jizzaxda ham orasida bizga yaqin bo'lgan bodybuilderlar bor edi. Biz bilan ishlab, tanish aka-uka bo'lib yurgan. Orasida yengili bor edi. Yengiliga ham o'zimizga yaqin bo'lganligi ham bir xilda maksimalni chin ko'ngildan grimni qildik. Bunga yaxshiroq, men bilan muomalam yomon, men bilan bundaroq emasdi. Chunki hammasi qattiq mehnat qilib chiqqan. Balkim formasi ideal emasdir. Lekin o'sha bolalar mendan ko'ra ancha ko'p mehnat qilib, sabrini sinab o'zim chiqqanda. o'sha yerda edim, Jizzaxda. Obedda kirib ketib, u 5-6 da chiqib kelishdi. Va charchab ketgansizlar-da. Akam ham sanazi kelib, oyog'im tegdi. 10 tami banan turibdi-da. Meniki emas, kimniki bilmayman. Siznikimi deydilar-da. Ko'rolmay yemoqchilar-da. Yo, meniki emasam, unda yemayman debdilar. O'sha kuni musobaqada nima bo'ldi? Bizda mas'uliyat bor edi-da, biz mas'uliyatni his qildik. Soat 10 da bordi, soat 4 gacha, 6 soat dars yomadi. Lekin bolalar oldimizga ovqat olib kelib qo'yuvdi, napitka olib kelib qo'yuvdi. Borib ichishga vaqt bo'lmayapti. Qo'limga O'sha kimdir xafa bo'lib qoladi. O'sha paytda eslamni nima? Qo'yni olib qoladi. Aytmabsiz. Kimdir yeb tursin. Kimdir kutib tursin. Endi ani bolalar chiqish kerak. Biz xijolat bo'lib ketamiz. U chiqmay qolsa. Mana shu O'zbekiston shu bodybuilding istoriyasida rivojiga hissada bu ham. Bilsangiz, grim qilish oxirida yoqmaydi. Ko'pchiligi siz kimnidir olib chiqsangiz ham uni kraska qilishingiz kerak. Eng yomon tochkalardan bittasi. Orada biz hozir o'sha servis kiritdik. Отдельный kraska atlet keladi. Chunki ko'pchilik hozir sekundan qilyapti. Qanaqa sekundan trener bo'lsa ham kraska qilishga unaqa ideal bilmaydi. Biz o'shanga yordam beryapmiz. Men to'g'risi Kraska o'sha narx, hamma olgan narx o'zgarmagan. Oldin kraska berilardi, bo'ldi, o'zing qilib ol deylar. oldin chiqqan paytimizda ham Bahrom aka to'g'risi ichimda mana bunaqa narsa bor edi-da. Bo'yaydigan joy bo'lsa, aka, ana kraska ikkitalik pul bo'lsa ham beraverardim degan narsa bo'lardi-da. Hozir bizda anaqa narsa bo'lyapti. Jizzaxda birinchi optimizdan oldik. Xudo xolisa O'zbekiston chempionatida o'sha Chirchiqda bo'ladi inshaalloh. Bu yerda ham yana bitta opit olamiz. O'sha biz o'zimiz uchun qo'shimcha olishimiz kerak bo'lgan оборудование, kerak bo'lgan narsalarni hammasini o'sha bilyapmiz. Ana kun tasharrus-ku mashinani. Bo'ldi, kompressor o'zi xuddi shunaqa sepib beradi deb o'yladim-da. Sepilishini ko'raman boshqacha. U normalniy summa turadi. Puflagandek sepib beradi. Toshkentga kelguncha bir 550-600 dollar bo'ladi. O'shandan ham kamida ikkita yetamiz xudo xolasa. Endi mana bu musobaqaga ulgurmaymiz, ulgursa borib, qarz olib bo'lsa ham shuni olib keltirib qo'yadi. Rostdan, aka. Men 2019-yil chempionat Aziyaga borganman, Olmaotaga. O'shanda ikkita grim butkachasi bor edi. Shundan kiras bitta sloy qiladi. 5 ta ventilyator qo'yib qo'yibdi. 3 ta tepadan, 2 ta yon pastidan. Shu yerda 10 minut yurasiz. Xonalar issiq. Atlet so'qatish mumkin emas. Terlab ketish ham mumkin emas. Xona harorati zo'r 25 mi 26. Ventilyatorda 5 minut turasiz, o'sha qurib bo'ladi. Keyin ikkinchi sloyga pul to'laysiz, ikkinchi sloyga ham qilib qo'yishasiz. Xohlash ideal qilib, ha. Keyin yana bitta ventilyatordan o'tasiz. Kiyinasiz, yotaverasiz. O'zi seshanba kuni vaqt ajratsangiz, shu ventilyator hammasini olamiz. Birlik shu bitta horizonga tushib, mana bunaqa ventilyator sotib oldim alohida o'zim uchun. Bu yoqda baribir aka kerak bo'ladi. Optiylar bor. Aka, vaqtimiz o'zim erinmasdan qavlasiz kelib turaman. Bitta bilib bo'lmaydi-da. San'at saroyi baribir. Ja unaqa yumshoq narsalar bor deb o'ylayman. Sahna orqasiga bitta iloji bo'lsa, shu mashinaga ko'rpa tashlab oling. Hamma yostiq, adyol borib, ikki joyi egallab olib, sharoit qilib yotasiz, dam olib. Shuning uchun ventilyator oldim aka, yana anaqa ventilyator emas. Haqiqiy kondyorni kichkina ventilyator, realniy beradigan kichkina bo'lsa ham. O'shandan aytdim. Uji kelib bo'ldi. Meniki?
xudo xohlasa bizda Bahrom aka bilan ko'p opitlar bo'lgan aka, isib ketib joy topolmasdan aka. Birinchi mana shuni agar musobaqadan oldin chiqadim, musobaqadan oldin chiqadi video inshaalloh. O'sha atletlar agar ko'rsa, hatto 5% bo'lsa ham ko'rsa, sharoitlarni qo'linglar, musobaqaga bordinglarmi, hammasini o'sha full qilib yotishga, bo'ldi. U yerda yurib bo'lmaydi. Suvlar chiqib ketaveradi oyoqlardan, tana jo'skisi ketadi. Faqat dam olib yotish kerak. Cho'zilib. Bir xilla bilsangiz, o'zini xafa qilmaydigan, shiriladigan spanlilar borishganda. Men ko'p ko'rardim. Mana даже cho'miladigan bor-ku, anaqa. Shuni yoyib olib ustiga yoyib olib yotibdi-da. Mashinga mazza deb qo'ydim. Zarafshonda ko'rdim shunaqasi. Keyin xudo xolisa musobaqa boshlanguncha endi bar atletni kuzatar ekan, shunga kraska otganmiz, bolalar ko'p yetyapti. Oke, Bahrom aka bilan qo'ydingiz, Abduvohab boshqa odam bilan ko'p narsa o'rganib oldi. Ko'rar ekan aka, musobaqaga chiqadigan o'zi asosida men aytardim hammaga. Ko'p odam ko'rmaydi, 10 minutda, ko'p 15 minutda, lekin zo'r auditoriya ko'radi deyman-da. Har safar aka kattadir seriozroq joyga borsam faqat akani videoyi zo'r bo'lyapti. Ma'mi zo'r bo'lyapti. Skechingizga telefon qildim, kiyim bo'yicha. O'sha yerda ham brat, aka videolar zo'r ketyapti, to'xtab qolmasin deyapti. Keyin aytdim, aka. Oldin sportsmenlar bilan reklama chiqardi. Qo'ymayapsan, tuzukroq qolmadi deydi. Ma'mini ko'ring deyapman, aka. Ma'mini ko'ring desam, aka bering kontaktini olib qo'yapti. Oldin Genetics kanalini ko'p ko'rishardi. Genetics shuki birinchi bo'lib yorib chiqqan. Men ham ko'rardim o'shani. Sizni o'zi o'sha proteinlarni tushuntirib berganingizda tanishganman. 2017-yil o'shanda kontent qilardik. Men kontentim ham yuvib ketdi, oladigan ekan. Ruslan. Chetdan o'zi Toshkent. Men so'radim, menga soting deb. Hisobli aytaman dedilar. So'rang, aka. Yurg'izib olish kerak uni. Chunki haqiqatan kerak bizga, aka. Ismi bor kanalda lekin. YouTube'ga kerak. Lekin nimani ham musobaqa videolarini ham yaxshi qilardi. O'sha 2018 da ko'rganman. Bitta zo'r. Mana montajlarni ham yorib qilardi. Aka, men kakras shu narsani so'ramoqchi edim. Sardor bilan operatorimiz bilan maslahatlashib qoldik-da. Kerakmikan musobaqani professionallik videosi, qiziqmikan odamlarga? Konkret men professionallik kameralar qo'yib. Lekin aka, agar federatsiya tarafdan qo'yilmasa, lekin overaverish kerak aka, atletlar oladi lekin. Men agar kimdir olganda, o'sha odam kontaktini topib, o'zimni videoyimni sotib olardim lekin. Men so'rayotganim Olimpiyada ham gapingiz. Ayturing. Men bo'lib. $100 to'laydi atletlar. Alohida. Videosini alohida tashib beradi. Biz ham shunaqa servis qo'ysak bo'ladi. Bu yerda do'stonalik emas, chunki operator xizmatlari bor, montajlari bor. O'shanaqa qilib zo'r taklif, men chiqib ko'raman aloqaga. Qo'ram. Yo, men o'zi shundoq ham ovuraman, lekin misol uchun men har doim video qo'yaman, video kontent olaman-da, shundoq auditoriya qo'yaman, lekin kimdir foydalansa aytaman. Пожалуйста, foydalan, lekin avtorni belgilab o'tish kerak. Savtor tashlash kerak yoki so'rash kerak bir og'iz. Ko'p foydalanishadi, men endi maydalashmayman. Ne so'ramading boshqa narsa deb. Lekin agarda katta musobaqada kontent oladigan bo'lsa, bu baribir arzon summaga tushmaydi. Kamida 300 so'mga tushadi-da qog'ozda. Ovoramizmi, Sardor? Yo'q, xudo xolisa olar ekanmiz uni. Chiqolmadi. Lekin 5 ta uradi. Ketdi. Mana o'sha o'sadigan olov joyi. Xarakter. Хорош, последний. Stop, mush. Zo'r. Chempionni ham oddiy atletdan farqlanib turadigan joyi shu. Xarakter. Chempion 2 barobar ko'proq turnir qiladi. Xarakter. U atlet yutish uchun 3-4 barobar ko'proq qilish kerak. To'g'ri. Atlet yoki bilan genetikasi zo'r bo'lishi. atlet bilan kotlet farqi bor. Aka, ana o'ttizo'l kamera. Ha. Bolalar ko'pi qizg'anib, "Ya, iPhone ham zo'r oladi-yu" deydi. Ya, praktik. Bolalar o'rtoqlarilar kerakli rakursda o'tirmaydi hech qachon. Kamera har doim o'rtada turadi. Yoqmaydi. Primoy oladi. Primoy hamma bir xil tushadi. Chetdan olsanglar burchakdagi katta bo'lib qoladi, bu yoqdagilar kichkina bo'lib qoladi. Shuning uchun shatatsiya qilmaydi. Ketdi. Chempionskiy xarakter. 1 2 Shu. 3 4 последний.
Давай. So. Mushli lekin. Aka, farqi bormi o'zingiz bilan, o'zingiz trenirovkangiz bilan Bahrom akanikini? Endi aka почти shkolalar aka o'xshashib ketadi, lekin Bahrom akamda ham oxirida kuch qolmaganda drop set bor. Menda ham shunaqa. Endi Atila ustiga dagirat. Yo'q, men chunki anunda aka bizda mana bunaqada kuch qolmasa boru, bo'ldi, sal dam olaman degan narsa kuch qolmadimi? Yengilni ham qo'rsa bo'ladi dedi ham miyaga kelaveradi aka. Boy ham to'xtatib qo'ysam bo'lardi. qarashingiz oxiriga yengil yetmadi. qilsam ketadi-da. Ya bosaman. O'sha mishsaga foyda bermasa ham, например, o'sha yengilga foyda bermasa ham, Miyaga. endorfin quvonch gormonini ko'taradigan-da. Chista boyovoy duh beradi. Anunda men bu savolni berganim yaqinda kecha bo'ldi shunaqa narsa. MSD trenirovka qilgan bitta aka, Kalibotda aka trenirovkada. Men o'zim bizilib qo'yganman-da. Oyoqlarim qotib ketdi-da, yura olmayman. Kalibotda sen 1 soat, 2 soatdan trenirovka aka, hech narsani sezmayapman dedi otdi. Aka dedim, unaqa bo'lsa, sal mashqlarni o'zgartirib ko'ring yoki-da bitta trenerni almashtirib ko'ring, yo boshqa odam bilan shug'ullanib trenersiz qilyapti-da. Har doim bitta programmani aylantirib yuraveradi. Yo'q, u odamni aybi aka intensivность yo'qligida aka. Mana gaplashayotgan bo'lsangiz ham e'tibor bergan bo'lsangiz, Bahrom akam davay deb qo'yapti. Ana tema ochilgan, qiziq ketayotgan bo'lsa ham davay deb qo'yaptilar-da. U odamda nimadir tema ochilib qolsa bo'ldi, 20 minutga podxod esa, podxodim bor edi deb qo'y. Aka, mishsalar уже sovuq bo'lgan. Bir kun qilsangiz ham u siz charchash hissini his qilmaysiz. Men keyin shu narsani ham sezdim. Kecha bitta o'zim trenirovka qildim-da. 30 sekund u yoqdan bu yoqqa yuryapman, oyoqni sal aylantirib olishni, yana siradi, dirs bosyapman. 4 tami 5 ta упражнениеda o'lib o'ldi, o'sha yura olmaydigan bo'ldi. Haqiqatdan ana sherigingiz ko'p bo'lsa ham, orasida agar pauza uzoq bo'lib qolsa, Yo'q, sherik aka ko'p bo'lsa zo'r. Hammasi ishlaydigan sheriklar bo'lsa, shu boshqacha. Esizdanmi? Men o'rtog'im Otabek bilan ishlardik. Yelka ishlardik. Anu, hech qaysisiga povod bermasdan davay bosib tashladim. zo'r bo'ladi lekin trenirovka aka. O'sha aka sog'lom raqobat dedi-da. Cho'tki aka, Otabek aka, Shohruh akalar bilan trenirovka zo'r bo'ladi. Brus bilan ajim bo'ldi, men bunisini qila olmayman. Qilaman hozir lekin. Hozir akam tugatishi bilan bosaman. Ko'plar mana shu joydan ham tushunmaydi-da. Ana birga ishlaganda tugattilib tushdilar, sirazi kirib ketadi-da. Keyin podxod buzilib qoladi. Mana tugatdilar hammasini. Bular u nafas rostlaguncha men bosib olaman-da. To'g'ri oling. Baribir tan olish kerak. Kamerani yonidagi trenirovka boshqacha bo'ladi-da. O'z boy yetdim-da. Mana отдельный trenirovka qilsangiz, tam ozgina emotsiya, tam so'kishlar boshqacha biza ko'pchilik ko'radi, yosh kattalar ham ko'radi, balki ayollar ham ko'radi. Sal Lekin men ikkalanglarni ham ja so'kib yurganlar ko'rmayman. foydali maslahatlar bilan qilyapmiz. Demak, birga bir trenirovka boshqacha bo'ladi, Abduvohab. Tam chalg'imasdan. Endi ko'proq bu yoqda hozir aka ana bolalarga informatsiya berishga sal band bo'lib qolyapmiz-da. Чтобы videoni ham opitniy, neopitniy bolalar ko'rib mazza qilsin deb. Boya video boshlanishdan oldin bitta gap kelib qoldim akalarga. Akalar dedim, ikkalanglar yig'ilib qoldinglar, cho'ti kamerani jo'natib yuborib trenirovka qilgan kelyapti. Zo'r baribir ikkalasining ozgina bo'lsa ham baribir farqi bor. Emotsiya ko'proq bo'ladi kamerasiz. Emotsiya ko'proq bo'ladi. Keyin bu trenirovkamizning ideyasi Jizzaxda yo'lda bo'lgan. Bahrom aka bilan Abduvohab akani birga pashta hech kim ko'rmagan, lekin bular o'zi do'st. Ya'ni aka-ukachilik bor o'rtada. Har doim maslahat bo'lib yurgan. O'ldi lekin aka. Mana shu eng o'ldiradigan oxirida spesialni oxirga olib qo'yaman. O'ldi aka. Keyin bitta narsani o'zingizdan so'radim. Kamera uchun yana bitta so'rayman. Bahrom aka, ancha yil pauza qildingiz. Menimcha 1 yildan ko'proq pauza qildingiz. Ya'ni oila, bola chaqa, hammasini joyiga qo'ygandan keyin jiu-jitsuga kirib ketib qoldingiz. Bodybuilding emasdi. Lekin
qisqa vaqt ichida ob'yem boru, mana futbolka yozib, mana bunaqa qilsam ham voshi katta-da, qisqa vaqt ichida. Oxirgi marta ko'rganingizdan ana kuni Jizzaxda ko'rgan odam Bahrom aka o'zgarib qoldi. Akam transformatsiya qiroli. Bir marta ko'rganimda vashi ozib ketuvdilar-da. Keyin necha dedilar? 60 kun dedilar, 90 kun dedisizmi? To qarasam, yelkalarni qo'yayotdilar. Anaqa. Men borib birinchi o'yladim, Bahrom aka eski videolarni qo'yayotdilar, biroq deyapman-da. Keyin o'zlariga yozib Bahrom aka eski formamsan, yo'q, kecha oldim deyaptilar. Sirada o'zlariga yozdim-da, aka eski videolar. Meshichniy pamyat bo'lsa tez qaytaveradi. Meshichniy pamyatga ozgina bilim ham kerak-da. Ha. Endi eng glавныйsi o'zingizni organizmingizni tushunib olish. Da. Nima u yaxshi ishlaydi, jir qancha qo'yish kerak, glukot qancha ichish kerak. Mana shu narsani ham ko'pincha aytaman-da. Misol uchun bitta zo'r sportmen, formasi zo'r, gap bo'lishi mumkin emas. O'zini organizmini tushunib olgan. Lekin o'sha inson trener уровениga chiqish uchun, ya'ni boshqalarni ham organizmini tushunish uchun uning uchun katta tajriba kerak. Treneri bilan zo'r atletni orasida farq katta. O'sha narsani hisobga olish kerak. Bahrom akada trenerlik ham ancha-muncha rivojlangan, lekin bunga qisqa vaqt ketmagan. Juda katta yillar orasida. Misol uchun 4 yildan beri shug'ullanib odam zo'r forma qildi degani bu zo'r trener degani emas. Chunki u o'zida yaxshi his qilgan narsasini, o'zida zo'r chustut qilgan narsani sizga beradi. Addushi, bunda ham zo'r ishlaydi, lekin u narsa sizda Bizda shablon yo'q, tayyor tarqatib tashlamaymiz. Ba'zi trenerlar deb gapirishuvdi, ba'zi emas, ko'p trenerlar shablon orqali qiladi deb. Yo'q, bizda unaqa emas. Bizda har bitta odam mana keldimi, formasini yechadi. Chapdan o'ndan ko'ramiz. Problemasi nima? Agar gormonal narshuniy bo'lsa, analiz topshiradi. Semizlik, ves ortishligi bo'lsa, analiz topshiriladi. Keyin uni vesiga analizlarga qarab shu to'g'rilanadi. Agar men misol uchun aqlim yetmasa, spetsialniy mutaxassislar bor. Hozir Iskandar aka To'xtayev yaxshi urovindalar, sportchilarga qarash bo'yicha. Iskandar akaning kontaktini beraman, например. Men tushunmaydigan joylarim bo'lsa-da, чтобы odam sog'lom ozish kerak yoki sog'lom ves olish kerak. Keyin hech qaysi trener yo'qki, hamma narsani universalni tushunadi. O'zbekistonda unaqa trener yo'q, ularni aytib qo'yaman sizga. O'zini mutaxassislar bilan shug'ullansanglar, forma вообще мощный bo'ladi. Отдельно. Har bitta odamning o'zini qanaqadir fishkasi bor. Kimdir gormonni zo'r tushunadi, kimdir pitaniyani, kimdir yana misol texnikani zo'r qo'yib berishi mumkin. Tushunishlik uchun oddiy misol aytgandaki, poygachi haydovchilar bor, ko'chada oddiy haydovchilar bor. Ular boshqa temada, oddiylar boshqa temada-da. Shuning uchun atletlar professionalman bormaylar, uyalish kerak emas. O'sha ish mutaxassisdan borib so'rash kerak. To'ppa-to'g'ri. Keyin trenerlik ham talant bilasizmi aka? Kimgadir berilgan, bittasini ko'rdim, sushkada bolalar urushib tashyapti-da. Keyin men aytdim, nima bo'libdi sushkada bo'lsang, u seni problemang, uni problemasi emas u domanda. Ana keyin borku aka sushkada bilasiz-ku, kuch bo'lmaydi. Kuch bo'lmagandan keyin aka agressivniy bo'ladi odam. Xohlagan narsasini yo'q. Aka, siz men yonimga kelyapsiz, trenirovkaga. Meni ko'rsa siz nastroyingiz tushib ketadi. Aka, men kelganingizda urib, "Oy, mana brat kelibdi, bosamiz bugun" deb qo'ysa, ana odam kimdandir urushib kelgan bo'lsa ham borku, sirazi ko'tarilib ketadi nastroyeniyasi. Mana hozir men bratam bilan gaplashib, mazza qilib, trenirovka qilaman deydi-da, ketdi shu bilan kirib ketib, stresslari chiqib ketadi-da. Ko'chada urushib kelgan, mana parkovka talashib urushib qolgan bo'lishi mumkin. Siz ham bu yerda qiyshayib tursangiz, ana odam keyingi safar vash kelgisi ham kelmaydi-da. Trenirovkaga. O'sha gapingizga zo'r misol. Doron aka Tuyg'unov nazoratlarda ishlagan paytim ko'zimni ochdim, o'sha zalga borgim kelardi. O'zi zal bilan bog'liq emas edi ishim. Bozorda ishlardim. Borardim, formam buzilganroq yoki yaxshi bo'lsa ham bir xil narsa eshitaman. Hech qachon mana bunaqa qilib qo'yding, mana bunaqa yeb qo'yding, mana bunaqa qilsan demaydi. Xatoying bilib olding, to'g'rilagin. Cho'tki bo'lasan. Keyin bitta o'sha trenerim, shu Davron aka, mani organizmim mendan yaxshi tushungan. Men vashi shu hozir aytdingiz-ku, trener bo'lishga ham talant kerak edi. Men vashi shokka tushib qolganman. Musobaqaga chiqqanimda absolyutkan olganimda 2019 Aziyada, Olmaotada. Tak, kategoriyamni yutdim, kutib o'tiribman, aytgan narsalarimni yedim, yotdim, tugadi, absolyutkan oldi, O'zbekistonga qaytib keldik. Bahrom deyapti. Qo'shimcha nimadir qilmading, mendan so'ramasdan deyaptilar.
Men aytdim, yo'q domla, а что desam, yo что-то жесткостing ko'p edi, absolutkada kattalashganda san жесткостing yo'qolib qoldi dedilar. Keyin yo'q, hech nima qilmadim dedim. Keyin vijdonim qiynaldi. Yarim soatdan keyin aylanib keldimda. atak bilib turibdi Ha, lekin. qayerdan bildingiz domla? Tushuntirib berdi, shunaqa жесткий eding, katta eding, жесткость yo'qolib, sal zalivat qildik. Ozgina xarakter bilan anu o'zimizni mana shular bilan olib ketdimda. Keyin o'shanda arginin, sitrulin, aminik kislotlarni aralashtirib energetik ichirdim pumpdan oldin. Akademiyada aminik kislotni mumkin emas ekan, chiqishdan oldin zalivat qilar ekan. O'shaning uchun bilsangiz bir hafta oldin garmorosdan ko'p olib tashladi. Keyin shunaqa qildim desam, yaxshi dedi, oz bilib olding dedi, vishshi уровеньga chiqqanda o'sha xatoni qilmaysan dedi. Hech qanaqa so'kish urish bo'lgan yo'q o'sha paytda. Ana o'sha men mashina aytuvdim-da. Abduvahob xuddi shu narsani hozir misol qilib aytdi. Chunki men bu narigi tarafni ham ko'rganman, tangani pozitivniy tarafini ham ko'rganman-da. Bir xilla deb hani panikaga olib ketadi. Ana odam buni eshitib battar panikaga tushib ketib, forma ham yo'qolib ketadi ana odamda. Sekin olib chiqib ketsa bo'ladigan joyi mana hozir misol keltirib aytdilar. Vashi cho'tki misol qildilar. Shunda hayotimda bo'lgan narsa-da. Tochka nuqtasigacha aytib berdim, hech qanaqasini qo'shmasdan. Keyin yana bitta narsa. Bir xil atletlar aytadi, hech qanaqa trenerim yo'q, faqat o'zim qilganman deydi-yu. Xato yoki trener emas, ustozim yo'q deydi, lekin o'sha insonlar ham o'zi bilmagan holda kimdandir so'rab o'rganganda, lekin tan olgisi kelmaydimi yoki o'zi sezmaydimi? Umuman trenersiz chiqqan degan odamga men ishonmayman. Musobaqaga. Любой odam ustozi bo'ladi. Men o'qishni o'rgandim desa ishonmaysiz-ku. Конечно. Musobaqaga загрузка qilasiz. Ha. Ko'pchilik загрузкani kamroq tushunadi. Bizda qiyin narsa-yu. Tam tuz, uglevod. Eng dahshatli qilgan загрузканgiz qanaqa bo'lgan? Tam prям odamlar shuncha narsa sig'dimi deydi-yu. O'sha qiziq demangmi? Chunki kichkina bo'lib chiqmaysiz, registratsiyada kichkinaroq, mishsa kam bo'ladi-da. Musobaqa katta olib chiqasiz. Endi anaqa. Endi bizda ves baland yuradi-yu, bo'yi balandladi. Har doim ana kategoriyaga kiradigan joy bo'ladi. Загрузка ham o'sha kuni qilinadi-da. Har doim загрузка payti загрузка qilishdan qo'rqaman-da. Aka, чтобы kategoriyaga kiram. Bizda aka bilmayman, akamda ham shunaqa, menda ham bo'yi baland gavdalimiz-u tez katta bo'lib ketib qoladi-da. O'shaning uchun ozgina uspokоиться qilaman-da. Загрузка payti aka. Lekin musobaqadan keyin bir marta ошибка qilganman, shundan keyin qilmaganman. Musobaqaga chiqdim. Birinchi o'rin oldim. Xursandman. Uyga borsam endi onamlar tushunmaydilar-yu, ana dieta buzish. Aka birinchi o'rin oldim. Uyga keldim aka. Oyim manti birlagan, somsa, alivi, sho'rva, tiftil taxlab qo'yibdilar-da. Endi musobaqaga chiqqan atletlar biladi. 3 oy dietada, 4 oy dietada, endi stroga ushlagan bolalar tushunadi uni, ani buzib yubormaydiganlar tushunmaydi uni. Bitta ko'rdim, ko'zim yonib ketdi-da. Bosdim, ertalab tursam 20 kilo baland turibman. Pochkaga nagurska tushgan. 20 kilo shishib ketgan. Aka, men turganimda bildim-da. Bu nerealniy yeganda. Ha, voshi. u yoqda ovqatni o'zi 20 emas, suv, pul, hamma narsa bilan, to'g'rimi? Ana unda Baxshil akam videoda 9 kilo hisobda desalar, hamma kommentariyaga kirib bilib bilmagan odam iloji yo'q, boshqa narsalar. Aka, o'sha payt boru ko'zimni ochganimda, katta bo'lib ketganimni, qo'limni bundoq qo'yganimda bildim-da. Yuzim og'irdi. Oynaga qarasam, qo'l vashi katta bo'lib ketganda. Birinchi kun endi oyoqlar zalivat qilmaydi-yu. Endi o'sha payti 46 mi, 45 mi chiqqan sushkada ertalab tursam 51 chiqyapti-da. Misol bordim aka zalga, bolalar ko'rib, mazasi qochib qo'yapti yoki bir kun oldin ana endi xudoy bo'lib ketganman, ertasiga qo'lim 51 bo'lib qaytib kelolmadi. Bir kunda aka. Unaqa, nere ular tushunmaydi-da u narsani. Ular 1 yil, 2 yillab qiladi u narsani. Biza bitta ketib qaytib kelib, katta bo'lib ketamiz. Nima qildingiz deydilar. Buni temas. Birinchi savol, nima tiqding?
Ham qolganini qiynalib, parhez qilib, kardio qilib, trenirovkalarni hisobga olmayshidi, nima tiqding? Nima ukol qiladi? bo'ladi? To'g'ri, ukol qilinadi. Polibon. buni Bekitilmaydi, lekin faqat ukol emas deyapti. buni aytishimdan bitta plyusini hozir nimaga gap ochdim. Hozir bolalar musobaqaga ko'p chiqyapti-yu. Bolalar biz ko'p ошибка qilganmiz, shularni qilmaylik. Bunaqani musobaqadan keyin tiqib tashlamaylik. Biza o'sha yo'lni bosib o'tganmiz. Defektini ko'rganmiz. To'g'ri, nima qarab turib, vrachlar bilan ishlab chiqib ketganmiz. Nafsi ozgina bosib, sekin suvni ham kesib tashlagandan keyin sekin ichib tashlaydi. Bolalar ko'rasizmi? 1,5 litr kolani glatok suv ichish kerak, mineral. qanaqa suvni chiqarsanglar, xuddi shunaqa chiqib ketdinglar suvdan. Bitta o'qishlaymiz. Ha? Barchaga assalomu alaykum. Bugun sizlarga bitta eksperiment ko'rsataman. Ya'ni amaliyotda sport ozuqalarini, ya'ni oqsilli mana bu bankaning ichida sizlar sotib oladigan narsaning ichida rostdan ham oqsili bormi yo'qmi, o'shani zo'r amaliyotda ko'rsatib beraman. Xullas, birinchi qiladigan ishimiz bu protein idishli sog'ib olamiz. Birinchi bo'lib Optimum Nutrition Amerika brendini proteini ketdi mana. Yarim qoshiq soldim. Ikkinchi bo'lib Germaniya, ya'ni nemetskiy brend Maxer firmasidan oqsil. Bunga qaynoq suv solamiz. Qaynoq suv soldik. Bu mana Maxer brendi. Bunga ham qaynagan suv solamiz. Ikkinchi qiladigan ishimiz bularni aralashtiramiz, yaxshi. Mana shunaqa alohida bo'lib qolishi bu oqsilli sifatliligidan dalolat beradi. Mana shunaqa quyilib qoladi. Oqsil alohida chiqib qoladi. Bu meni uzoq yillardan beri qiladigan o'zimning lishniy eksperimentim. Ko'pchilik ajrata olmaydi sifatini. Mana sizlarga bemalol sifatini mana shunday ajratishingiz mumkin. Oqsil solasizlar va qaynagan suvga aralashtirib ko'rasizlar. Agar to'liq aralashib ketsa, demak u poddelka, uning ichida oqsil hisoblanmaydi, hech qanaqa oqsil yo'q. Lekin alohida hozirgi videodagi ko'rganingizdek ajralib chiqsa, bu tarkibidagi sifatli oqsil hisoblanadi. Sizda qanaqadir usullar bormi shunaqa sifatini aniqlaydigan? Kommentariyada javob kutaman. Sog' bo'ling, salomat. Bodybuilding главный fishkalaridan bittasida, asfishini. Shu joyda hozir aytaver. Instagramda ham anaqa zo'r olib boradilar. To'g'ri joyda, kerakli joyda, kerakli rakursda olishni ham bilish kerak-da, aka. Ana kuni pozирование qo'ydilar, bildingizmi? Musobaqadan sразу bir kun o'tib. Ha, bolalar o'rganishingiz kerak ekan deb. Sразу yozyapman, okey nomba. Mana Chirchuvdagi musobaqaga gastivoy bitta kurs bering nomda, farqini-da. Men o'zi kerak emas deyiladi. nima Jamoliddin akam aytuvdi, hisob chiqmasa, Bahrom aka bilan chiqing deb aytuvdi-da. Ha. Endi menda O'sha payt ozgina menda ham jelani o'lib qoldi. Agar ko'zimga qaragan bo'lsa, boshida yonyapti-da. Keyin deb qoldi. ketdi. Negativga o'tib qoldingiz-da. ayniqsa bu sushkadagi odamning xarakteri bo'ladi. Tez Tez o'zgarib ketadi. Yo, boyaga tema bor-ku. Aytdingiz-ku, katta bo'lib ketganingizdan orqadagi mehnat ko'rmaydi. Nima tiqding deydi-da, keyin borib siz yo, men hech narsa qilmadim, sizga уже retsept tuzib beradi. Sen ikkita mana buni gulagansan, haftasiga mana buni qilgansan. Kommentdagi doktorlar. Kamtarli ham evi bilanda. Akam, men maki kiyishlarini kutuvdim. Kamtarli qilib futbolka kiyyaptilar. Bizingiz tirsagim joyida turibdi. Tirsak qimirlamayapti. Yo'q, chista bitsepsni o'zi bilan olib kelasiz. Tanaga taqalib turibdi. Gap yo'q. Hamdoq chalib qoldi.
Uni yopishtirib oling, chiqmasin. Sekin tushiring. Da. Tortib olasiz. Ko'tarmaysizda, biceps bilan tortib olasiz. Yo, taxlabdilar o'zi ham. Siqadigan qilib. Ha, tortib oladigan. Aqlli aytadi, qancha qilsam ham qo'l o'smayapti deb. Noto'g'ri qilyapti O'sha demak. qancha qilishiga qarabda, qo'lga har kun ishlanmaydi. To'g'ri kam ishlash kerak. E'tibor bersanglar, ko'tarmayapti, tortib olyapti o'ziga, bitsepsni o'zi bilan. Pamp bo'lmasa, mishta o'smaydi. Akam Yana bilan boru plus kiymaslar-da. akam bilan yonma-yon turamiz dedi. Yo'q, aka. Tashlashib qo'yinglar aka. Oldinga. Showdan oldin show. Siz ham yechmadingiz-da. Biz masjidda ham ketaveramiz dedi. Bunaqa qo'l bo'lish uchun qo'lni pamp qilish kerak birinchi o'rinda. Mana bunaqa tomirlatib olish kerak. Ha. Triceps ketdi. Ush. Sizlarni sahnada birga ko'ra olmagan odamlar ko'p-da. Aka. Abduvohab chempion bo'lganda chiqaman sahnaga rasm tushishga. Chiqasizmi? Ha, Bo'ldi. bo'ldi. Akam Ikkalamiz inshaalloh, Mayli, ikkalamiz. qo'limni ko'taradi, davay. Men yo'lingizda bundoq qilib turaman, aka, bundoq qilib turaman. Genetikalari boshqacha, bilasizmi? Ha, genetika zo'r. Genetika cho'k. Lekin bodybuilding aka baribir genetika rishat qiladi. Da. Birinchi o'rinda bor. Mehnat bilan genetik moment o'zi. Ha aka, Genetika full mehnat. Ketma-ketligi. uchinchi o'rinda mehnatga ketdilar, e'tibor berasizlar. Yo'q, genetika bormi? Finansирование qilsa, mehnat qilsa bo'ldi, pikka ketdi. Agar genetika mehnat qilsa вообще. Genetika bo'lsa e'tibor beringlar. O'zim ham Amerikada ketma-ket yutayotganlar ham genetikasi bor, ham mehnatni dahshat qiladi, ham finansirasi ham borda. Ularga tengma-teng kelish uchun bizlar ham shunaqa odam chiqish kerak. Ham genetikasi zo'r bo'lishi kerak, ham puli bo'lishi kerak, ham disiplinasi mощный bo'lishi kerak. Ha. Bizlar Nimaga? genetikasi zo'r bolalar borda. Nimaga kuchayib ketgan? Konkurensiya dahshatda. Ha. Kuchli. Juda kuchli. Bir-biridan o'taman deydi-da. Chempion yutdimu deb Olimpiyaga keyingi Slavit aylanmaydi. Misol uchun bitta Bumstead savol, hamma kuylayapti-yu. Ramon Dino, Mike bor, kim? Raf Diesel bor, Breon bor. Ko'pda Kroatiya Urs bor. Hamma kuylayapti. Oxir o'zi qochib ketdi. Lekin u o'sha bolaga e'tibor bersanglar, necha marta chempion bo'lgan, qanaqa populyarniy, qanaqa dahshatli summa topmasin, yaqinda boya bitta rasm qo'yibdi aka, bitta trener bola, hech kim tanimaydi u bolani. Ikkita rezinani olgan, texnikani yana tajhid qilib, qanaqadir trenirovkalar, mishtani o'zi основной mishta bor, ichidagi mishtalarni ham ana ishlab urs bilan trenirovka qilganda men san bilan ishlasam zerikib ketaman deyapti. Urs hardkorniroqda ozgina. San deydi, yarim soat razminka qilasan deydi-da, Bamstedga. O'shaning uchun ham sanda 7 ta olimpiya, 6 ta olimpiya yo'q deydi. Shuning uchun mo'shni razminka qilishni boshladi Abduvohab. Yo'q, bundan oldin musobaqaga tayinlanmayotgan paytlari bor, trenirovka qilardimi? Umuman qizimasdilar, keyin shuni boshlab yuborardi. Ana mensimasdan qilsangiz Og'irlik saqlanib turibdi. chans qiladi, ketdi shu bilan. Internetlarda ko'payib ketdi hozir, uzilib ketadi. Shundoq karyerangizga o'zingiz nuqta qo'yaverasiz, to'g'rimi?
ancha srok qilmaysiz bari. Buni aka 6 oyda kelgan bilan aka uni trenirovkaga yo'liga relsiga qo'yish uchun 1,5 yil ketsa kerak. Полностью ani oldingi holatingizga qaytish uchun. Amerikada tezroq bo'ladi. Tirsangiz Go'dani orqaga tashlavermang, ko'tni orqaga O'tishib ketdi lekin bang'illar. Qonidan bilinyapti. Ya qonun xudo bilsin ancha qaytib Ana qolgan. Amerikada konferensiya dedingiz aka. O'shalarni ko'rsangiz saperniklar ham birga trenirovka qilib maza qilib kulishaveradi. Ana bir-biriga straxovkalar qilib Kategoriyasi bitta bo'lsa ham. Ha, bitta bo'lsa ham. Ertasiga tashlashyapti shular sahnada. Lekin trenirovkada Pichoqlar biladi. bir-birini Yana ikkita, tabriklaydi. yana uchta deb qo'yadi. Bir-birini rivojlanishini haqiqatan xohlaydi. Chunki sizni sapernikingiz zo'r bo'lsa, siz ham unga qarab undan ham zo'r bo'lishga harakat qilasiz. Endi biza mana shu bodybuilding ichidamiz aka. Qanaqa yangi kontent bo'lsa sразу ko'raman-da men. Rossiyskiy atlet bor, Vitaliy Ugolnikov degan. Oyoqlari quvvatni ko'rgan bo'lsa, Braziliyada turibdi hozir. Godvito. Ha. Shu ani hozir bivshiy chempion Derek Lansfordda zaliga bordi aka. Endi zalni ko'rsangiz aka, nerealniy zalda unaqa zal yo'q Toshkentda, O'zbekistonda ham. Bitta o'ziga ekan o'sha zal. Mehmonlar kelsa, mana men o'sha zalda qilsam, akam kelsalar, mehmonga bemalol kiraveradilar-da. Aytayapti-da. Buni podxodga tayyorlanishini qaranglar deb uzoqdan videoga olyapti-da. Naushnik taqib qo'yganda, bu o'zi mana qilib, mana Joyini kutadi. Mana qilib, ani bosib kiryapti-da aka podxodga. Uni ko'rib trenirovkalar qilgisi keladi-da. Bu takoy bu bodybuilderskiy o'zini olami bor ekanda miyani ichida. O'sha bola aytayapti, men professionalman deyapti. Oyoqlari vash seryozi. Uni Nasturning yonida yosh bola bo'lib qolman deydi-da. Akam nimadirlar o'ylayaptilar. Takoy. Ba'zida bilasizmi, treneringiz bo'lsa-da, keyingisida nima mashq qilishingizni o'ylamasdan yurish. Menga shunaqa yoqadi. Aka, o'sha narsa o'sishga yordam beradi. Siz faqat aytganini qilasiz-da. 10 ta, 10 ta, 15 Aka, ta. anaqada неожиданный udar kutgandek gapda aka. Bugun nima ishlaymiz deydi shogirdlarim. Kiyinib chiq oldin desam, tayyorlanib chiqaman deydi. Bunisi qiziq emas. Men yomon ko'raman. Men aytaman. Oldinda ketib Aytmayman. Oldin kiyinib chiq deyman. ma'mulani qilgin siz odam ozgina Yo'q, o'chasib aka, miyada signal ketib tayyorlanib oladi. Ana, внезапно, давай, mamani bosor desa, miya paka ololmaydi-yu, mishsa nagruska moshni oladi. Ha, formani qarang. Вообще. Takoy qo'shimcha ish bor aka, kinoga borsanglar mana Superman bo'lib. Superman rolini o'ynab olasizlar. Dardim ichimda. Qanaqa yelkangizdagi travmani Men bosaymi, siz bosasizmi? Yo'q, qo'lim og'rib ketdi. Ana. Nima bo'lib ketdi deysiz? Qo'lim achishib ketdi. Aka, u beshishni massa bo'lganda tez anaqa qilib qoladi. Siqib qoladi. Qanday aytdingiz-ku? Kraska qilayotganda o'zi yelkalari qotib qoldi-da. Bundoq qilib. Maksimal orqada turadi. Bo'ldi. Ha, Ha, bo'ldi, bo'ldi. mana shunday. Haqiqatdan освещение o'shni. Tomirlar ko'rinishini qarang. Instagram'imiz bitta yana yo'lga qo'yib olish kerak aka. Keyin YouTube'dagi anaqani qaytarishimiz kerak. Jizzaxda va'dalashib qo'yganmiz, esimda turibdi. Kuxnya. Ha, qilmasak Joy bor, xohlasangiz bir kunda joyga boramizda, nima narsalari borligini ko'rsataman-da, shunga qarab ovqatni plan qilib boramiz. Moshni. Podgojni jir qolmagan mana. Cho'zilishini. Mana ele cho'zilish. Slime bor. Jir qolmagan, suv bor. Suv suv mana ham- endi chiqishni boshlaydi. Suv ham plan bo'yicha endi chiqaradilar-da. Suv chiqadi, tем более u yerda освещение и краска bo'ladi. Xudo xohlasa, mushkul. Qilich bo'ladi forma. Assistentlar yaxshi qo'yisharmikin?
kraskani Ha, zo'r. biratan zo'r qilib beraman Men deyaptilar. o'zim mo'shni qilib beraman. Keyin borku, musobaqalarni boshqa davlatda ko'rgan odam ham kraskani biladi. Qanaqa Ha. man siz ko'p joyda chiqqansiz yoki Men o'sha kraskani o'zim ham Ha. bildirganman, jarayonni ham ko'rganman-da. Faqat Ana, ularda ko'rib o'tirasiz, qanaqa qilyapti. ha, nima ertaga qilyapti. kerak bo'ladi. Ana unga musobaqani uroveniga baho berib kelasiz, borib. Ha. Ishi boshqacha. Servis Servis lekin Hindistonliklar vaqti yomon bilan, qiladi. vaqti bilan, kraskani. ha, ular вообще qo'li bilan oladi-da, mirda. Mana bundoq qo'li bilan oladi, pax urib tashlaydi hammaga. O'xshaydi bu shunga yarasha. Keyin Yo yaxshi yomon chiqadi. qiladi ular aka. Aka ularni u kraskasini sepiladigan ko'rib- narsasi ham bor. Kraskadan keyin sepib chiqadi, siqilib. aka shunaqa yaltiraydi shular aka. Вообще hayron qolasiz. O'zini rangi ham ana. Ularniki ham o'zi sepmasa ham sepilgan bo'lib turadi-da. O'ngga qo'ying. O'ng. Voy. Endi beryapti. Trenirovkadan oldin qanaqa edi, hozir qanaqa bo'ldi? Yaxshi katta bo'lib ketyapti-da. Uglevod yo'q tag'in. O'z uglevod kam bo'lganda muskul ploskiy bo'lib qoladi, ingichka bo'lib Zapas qoladi. qolmaydi-da. Glikogen zapas bo'ladi. Biz yegan energiya ovqat shu zapasga borib tushadi. Chunki hozir kaloriyasi past, zapas ham kamroq. Pam ja zo'r bo'vormaydi aka. Tuz ham kam. Ha. Davay. Eng zo'ri mid sezondagi trenirovka, hech nimani o'ylamaysiz. O'shaning uchun ham men razmika storyani Rang bosib tashlaysiz. o'sha video hali ham aka repostda yuradi-da. Bir kunda 4 marta 5 marta-da. Yelkaga olib qilganman. 50-50. Ko'pchilik gapiradi. Instagramga yengillik bo'ldi, yoki u. Premyera bo'ldi. Okey, menga endi berdi. Bitta stoyka qilaman, kimnikiligini aytasiz. Mamsda Dinonikicha. Dinoniki siz ko'rsatdingiz. o'zini odami bor endi. Dinoni Menga birinchi. yoqadi. Bitta ko'rsatib, bunisini yoqadi. uniki bor aka, mana bunaqa. Buni turganda ham bor aka. Birinchi bundoq, keyin bundoq Ha, ham qiladi. keyin olib bir keladi. payt, ha. Qizuvroqda, hammanikiga o'xshagan mana bunaqa emas. Keyin aka Qo'liga qaraydi, keyin buni olib keladi. Yorgunlikroq baribir. Ani bitta pozani ani mamsat masalan Usholmaydi. bitta qilib bitta ushlab Bo'ldi, turadi. ha. U ani Qimillaydigan odati bor. Tamomda shunga ham balani olib tashlashadimi deyman-da. Chunki Menga e'lon berdimi, turish kerak. Menga ursiz yo'q aka. Men Joyida keladi, bitta turadi. bo'ldi. Jostki qiladi bilasizmi? Fazilindan. Anada Ikarus qilich bitta bunisi, bitta bunisi. Lekin klassik fizik anisi pozirovkani Raf Dieselga olib oladi. Logan Franklin bilan Raf Diesel O'sha aynisi. muzikalarga Muzikaga ham yomon chiqadi. rosa tayyorlanib chiqishadi shu bolalar bor. Muzikani ani bitiga ham moslab chiqadi. Oy. Jamoliddin ham kichkina emas lekin bori. Ha aka? Jamoliddin ham kichkina emas. Yo'q, vahshiy katta. Men birinchi ko'rgandim. Vahshiy g'o'dalar katta. Boy ham men taroziga chiqdim. 142 chiqyapti-da. Bittachi 130. Ba'zigina to'g'ri yo'lda ko'proq vaqt bo'lishim kerak-da. Главное hozir to'g'ri yo'lda. Kiraman. Postoyanно shu.
qancha vaqt ketdi, necha yil ketdi, Faqat shunga qiziqishadi. qancha pul ketdi, necha Men yil bittasidan ketdi. 100% bilan umringizda shu savol bermagansiz. Chunki men atletlarning hammasini e'tibor beraman, unaqa savollar bermaydi. Agar o'zida maqsad bo'lsa, o'z qilib yuraveradi, o'z qachondir qolsin. qachondir o'xshab ketadi. Shunaqa bo'lgan menda ham. Prosta o'zim uchun chiqaman deganman. Menga ko'p savol beradi. Nima tez bo'lmayapti deydi-yu. Keyin men aytaman-da, boyib ketging keladimi deyman-da. Qani ishni? Bankka Umar borib deyman-da. Tez boyib ketasan deyman-da. Keyin qamab qo'yishadi-yu deydi. Pozitsiya bor. Bunda ham tez o'lishing mumkin-da dedimki. To'g'ri yo'li uzoq vaqt egallaydi har qayerda. Men hozir Tez bo'lgan narsa tez ketadi. men ham oldin shunaqa bir paytlar o'ylardim-da, 3 oy zo'r trenirovka qilsam bo'ldi, yaxshi bo'lib ketasan deb o'ylardim-da. Men hozir o'tgan yili avgustdan o'zi trenirovkaga qaytdim. 3 yilmi, 4 yil pauzadan keyin. Ashyo oqib ketgandim. Keyin konkretniy trenirovkani aka sizlar bilan noyabrda boshladim. Birinchi toshlashamizdan birinchi sonidan keyin Qamobga ishlagan kun. o'shandan keyin noyabrdan boshlagan bo'lsam, endi mayli 1 yil avgustdan hisoblasa, avgust oyida sal rezultat bo'ladi. Muskuloschi. Mana 1 yilda normal atlet, mayli farma bilan deylik, necha kilo rostligasi mishsa o'stirsa bo'ladi, go'sht o'stirsa bo'ladi. Nima? 1 yildami? Ha, rostligasi 2 go'sht. kilo o'ssa keyin Katta gap. katta gap. Nima dedingiz? Bahrom aka, 1 yilda 2 kilo. Filxetni bitta intervyusini ko'rganman-da. E'tibor uchun ko'pchilik bilmasa informatsiya, sizlarga ma'lumot. Filxet bodybuilding bo'yicha o'sha 7 karra Mr. Olimpiya. Filxetni bitta intervyusini ko'rganman. Men hozirgi telim 500 gramm mishsa yig'ish. Agar men o'sha telni qilsam, meni 7-yil ham hech kim yuta olmaydi degan joyni ko'rdim-da. 500 gram. 500 gramm 1 yilda. Plani shu. O'ziga qo'ygan plan. Chunki ularda mishni massasi juda ham katta-da, o'sish qiyin. Predelga chiqmaydi. Ha, agar endi boshlaganlar bo'lsa, ular tezroq oladi. Misol uchun Abduhobga ham agar 1 yilda 2 kilo go'sht yig'adigan bo'lsa, vobshe katta rezultatda bu. Normalniy tezradi. Go'sht juda ham katta ob'em Shuning beradi. uchun ham boya aytdim-da aka, 2 kilo bo'lsa katta gap. Уже серьезный результат deganida aka, 2 kilo tasavvur qiling. 2 kilo go'shtni mol go'shti olimda qaraysiz. Endi uni odamga mishtalariga sotib chiqing, bittasiga bundoq yoyib chiqing. Plus u yana ichida suv ham saqlaydi. Ha, biz ham oladigan magazindagi go'shtlarimiz, bozordagi go'shtlarimiz suv chiqib ketgan bo'ladi tamom. Davay aka. Mana uni burmay, ochib tursin. Da. Assalomu alaykum. Bizani eksperimentimizning ikkinchi videosi. Kommentariyada ko'proq so'rashdi proteindan keyin kreatinni ham ajratishni o'rgating deb. Kreatinni nima uchun ajratishni o'rgataman? Topoviy добавка juda ham ko'p odam kreatin sotib oladi va buni qanaqa ajratish kerak? Hozir sizlarga shuni ko'rsatib beraman. Bizda birinchi kreatinimiz Maxer brendidan, nemetskiy brend. Bitta porsiya olamiz. Bitta stakan suvga solinadi. Va Ronnie Coleman brendi. Bundan ham bitta porsiya olamiz va stakanga solamiz. Ozgina kutishga to'g'ri keladi. Sababi cho'kish tezligini, cho'kish darajasini kutib olish uchun. Maxler brendidagi kreatinimiz sal yaqinroq olib keling, qarang. Suvi tiniqli anusi darajasi o'zgarmaydi, ya'ni ichida kreatindan boshqa hech qanaqa ingredient yoki добавка yo'q. Mana kreatin tegida turibdi alohida. Va bizda keyingi brend Ronnie Coleman brendidan. Bu ham cho'kkan, faqat qanaqadir alohida prozrachniy kukun bormi, nima bor bilmadim. Lekin sifati yomon emas. Xullas, kreatinni ham o'rganib oldinglar degan umiddaman. Faqat o'tgan safar proteinni qaynagan suvga solgan bo'lsak, e'tibor beringlar. Buni oddiy xona haroratidagi suvga solinadi va sifatini xuddi shunaqa qilib aniqlash mumkin. Siz kreatinni sifatini aniqlashda nimalarga ko'proq e'tibor berasiz yoki keyingi mahsulotimizni sifatini qanaqa aniqlash kerakligini bizga kommentariyada yozsangiz,
o'sha mahsulotni sifatini aniqlab ko'rsatib beramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hozir oxirgi paytlar Otabek bilan trenirovka o'tdim, Bo'rizbek. Hozir Nayzadagi musobaqaga tayinlanyaptilar. Qozog'istonda bo'ladigan MMA, ya'ni aralash jangga tayinlanyaptilar. Agar полностью o'shanga qattiq kirishib ketsalar, trenerskiy qila olmaydilar. Nobodoga Bahrom aka kelsam bo'ladi, xudo xolisa. Har doim tayyorman. Buyuringlar. Уже odam bor, konkretniy trenirovka berilib ketdi, anaqa gaplashishga fikr qolmayapti. Ko'pchilik yozyapti-da menga. Men qanchalik to'g'ri sizlarning ham fikringlarni bilmoqchiman. Ko'pchilik aytyapti, "Aka, men protein ichkim kelmaydi. Lekin musobaqaga tushishga jalaniyam bor. Qanaqadir shunaqa polniy natural shug'ullanadiganlar o'rtasida ham chempionat qilasizlarmi?" Mana shunaqa deb so'raydi-da. Bunga alohida organizatsiya ochish kerakmi bilmadim. Lekin mana federatsiyaning ichiga tiqib bo'lmaydi-da buni. Misha Qiziqarli bo'lmaydi, yaqinda demoqchiman. ochamiz, studiyo degandek qoldi-yu. Qiziqarli bo'lmaydi-da. O'shaning uchun qanaqadir federatsiya qilish kerak bunga. Alohida qilish kerak. Manimcha protein, arginin hamma sport bit icha oladi. Ukollar olmaydi faqat. Farma ishlata olmaysiz. Farma ham ishlatadi. Anaqa gormon ro'sti bilan peptidli ishlatadi-da. Testosteron qilmaydi. Testosteron ishlata olmaydi. Lekin bizda naturalniy bodybuilding bo'lsa qanaqa, например? Men misol uchun qiziqarli bo'lmaydi deyman. Oqlayman, bo'lish kerak shunaqa kategoriya. Lekin qiziq emas menga tomosha qilmaydi. Men xohlayman, lekin hech kim yo'q deb o'ylayman. Chunki mana ikkalamiz bordik aka. Bolalar formaga qaraysiz-ku. Keyin qilgan narsasiga qaraysiz-ku aka. o dozировкасигami? Aka, qo'pol aytaman. Qo'lasizda. Mish-sezondagi narsalar. Sushkaga. Men shu formamgacha uncha narsa qilmaganman-da aka. Bitta bolani so'radim. Qattan unaqa ishlagan bu farma bilib ham bo'lmaysiz. Nimaga Aka, unaqa siz davomini ko'rmadingiz. naturalga o'xshaydi. Ikkalaylar mana shu Yosirda Iskandar akani pro gruppasi bor-da. Men yozdirib olganman-da. Ana kuni bitta atletni oyog'ini tashladilar. Murojaat qilibdi, o'sha ko'tiga tiqib olganda organizmida. Mayli endi balkim o'zi ko'rar. Oyog'i bor, aka, ko'pda bo'lib ketgan. Oyog'i bor, ham to'piq ko'rinmayapti. Ulanib ketganda musobaqadan keyin pochka katta ehtimol bilan atkazib bergan. Analizlarni ko'ramiz. Anaqada bana. Kreatinin, motivinda bana. Prolaktin ko'tarilgan. Suv haydamayapti. Jigar, ALT, AST bala. Bu birinchi musobaqasidan shunaqa bo'lib yursa, aka. Ya'ni hali cho'tki rezultat qilmasdan oldi. O'sha noto'g'ri trenerga murojaat qilib qo'ygan bo'la. 8 ta 10 ta musobaqaga chiqa olmaydi u bola bu qilayotgan ishi bilan. Mana Jizzaxdan esdalik. Nima bu? Shu energetik kola-da. Menda shirinligi chiqadi. Musobaqadan keyin yeb tashamanglar deb boya bekorga aytib o'tmadim-da. Yangi chiqqanlar chidamasdan yeb tashlaydi-da aka. Bormi? Ob'yom bor. Mishlarni sekin delitsa qilyapti. Pumpda shunaqa ko'ryapti menga. Xudo xolisa qo'yamiz inshaalloh. To'xtamasligida. Tajirovka ham жёсткость beradi odamga.
siz 3 chetda, men bu chetda deydi. O'zinglarga to'ymayapsizlar. Bu zal zo'r ekan. Asli Kegis kelib qoldim. Boyka texnologiyami originalmi? Bu zalga ketgan pulni eshitib jinni bo'lib qoldim aka. O'zini pulini qachon chiqaradi bilmayman. U uchun zal ochilmagandir deb o'ylayman. Zal o'rmay uchun ochilgan. Kayfiga. Shu kestisanglar zaiflar kayfiga ochilgan. Joy so'yda sotib olingan. Hov. 2 xonali uy surishtirdim. 180 ming dollar ekan. Chetda. Yo'q. Kvadrati betdan kam. Aka, bu svetlada siz ham suxoy ko'ryapsiz. Chiqarayman ham aka. Aka bir Lekin mendagi forma bilan chiqqan bolalarni ko'rdim. Dastirinasi zo'r chiqdi lekin. men ham ko'rdim o'shani aka. Kelamiz o'tirdi. Hammaga yetib keldi. Ay bola. Mazza qilsam bola. Lekin nastroyga men mazza Yo'q, lekin gap bo'lishi mumkin emas. Zo'r aka. Shundan boshlanadi hammasi. Ha, akam mazasini bitta his qildilar-yu. Keyingi safar yutaman deb chiqardilar. Bu safar ham yutaman deb chiqqanlar. To'g'ri. Boy gap aka, genetika baribir. Yo'q, akalar, YouTube'da, Instagramda ko'rasizlar-yu. Bizlarni hech kimga hech qanaqa g'arazimiz yo'q yoki piching gap qilib ko'tini ko'rash yo'q. Xudo xolisa hamma sportmenlar bilan muomalamiz, atmosferamiz zo'r. Oxirgi paytlar bir-biriga vizit tashlayotgan akalar bor. Buni hammasi PR, bu chet elda ham bor narsa, auditoriyalarni almashish va yangi odamni chiqarish shunaqa narsalar foydalanadi. Ha, u insonlar orqa fonda ertaga bitta stolda o'tirib bir-biri bilan kelishib oladi. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Shunchaki ungacha auditoriyani bitta almashib olish uchun hype ko'tariladi, PR qilinadi. Chunki auditoriya odamlar shuni xohlayapti. Odamlar rostdan shuni xohlayapti. Rostdan shu narsa odamlar kerak. U sizlar ko'rayotgan insonlar ertaga inshaalloh bir-biri bilan so'rashib, hammasi cho'tka bo'lib ketadi. Zato bitta auditoriya ham almashib olishadi. Hozircha sizlarning ko'zingizga yomon ko'rinib turishi mumkin. Bu normal holat. Oxirgi davrlarda Instagram, YouTube'da chet elda ham shunaqa qilishardi. Ana endi bu narsa bizga ham yetib keldi. Abduxob aka? Ha? O'ldirib qo'ying. Ma'mur qilib bo'ldingizmi? Yo'q, yo'q. Aka, bitta nyuans ham bor. Mana shunaqa payt bor. Bitta orqadan kelib bersangiz, undan ham zo'r berib yuboradi. Nima dedingiz, Bahrom aka? Mana shunaqa payt. Men bir xil payt shunaqa qilaman. Zo'r razmika qilaman-da aka. Gantelni eng og'iridan boshlayman-da, keyin pastga qarab ketdim. 50, 40, 30, 20 u ham boshqacha beradi. Ha. Allah. Qo'lga ishlayapsiz, aka, yelkalari tirishib ketyapti. Alohida bo'lib ketyapti. Wow, miga bor, yomon ochilyapti. Demak, shu bizni tosh ishamiz ko'rsatuvini qilayotganda oldindan ko'pincha savol tayinlamaymiz. Shunchaki umumiy mavzu tanlaymiz, keyin trenirovka davomida suhbat ketaveradi. Nimaga? Chunki biz o'zi har doim trenirovka qilayotganda mana shunaqa suhbat ketadi. G'iybat ketmaydi, bir-biri bilan maslahatlashish, faqat foydali narsa gap, xuddi o'sha narsani ko'rsatamiz. Biz nimani xohlaymiz? Toshlashuv, toshlasamiz ko'rsatuv orqali
sizlar ham o'zinglarni oshna og'aynilar bilan yokida zaldagi bu kim tanish topib boshqa quruq qilib olsanglarchi, mazasi vashcha boshqacha. Ko'chadagi hamma muammolar bor. Shundoq esdan chiqarib, zalni mazza qilib trenirovkalar daji bor. Mana bundan oldin ko'rsatib o'tganman-da. Uyda ozgina jig'illashib qolamiz. Er xotin orasida bo'ladi-yu. Shuna keliningiz sumkamni shuni taniydi. Adasi, trenirovkaga borib keling dedi. Borib kelaman-u. Okay. Gul olib kelaman dedi. Undan oldin urushga ketib turgan odam, yevoraman degan odam, o'sha mehr bilan keladi. Onaga gul olinadi, ayolingizga gul olinadi. O'sha odam yumshab keladi. Kuchini, baribir erkak kishi o'zini kuchini, xarakterini qat'iyatli ishlatish kerak. Faqatgina borib choyxonada yotib, ovqat yeb, bolalar bilan o'tirganda, hadeb bitta narsa takrorlanaverganda, birinchidan g'iybat boshlanadi, ikkinchidan sog'liq ketadi, vaqt bekor ketadi. Oila a'zolaringizdan ham siz uzoqlashib qolasizlar-da. Mana shu men o'zim bugun e'tibor berib qoldim. Siz bularni, ya'ni boshqa bodybuilderlarning hayotini kuzatadigan bo'lsangiz, ko'pchiligi semiyniy odamlar, ya'ni oilaga alohida vaqt ajratadigan odamlar. Nimagaligini lekin bilmayman. Bugun podpisчикlarga vaqt ajratamiz. O'zi yakshanba bir kun dam olamiz. Shuni ham bilsanglar bilasizlar. O'zi oila Abduxob akani ham, Bahrom akani ham yakshanba kuni o'zi asli top bo'lmaydi. Telefon umuman ko'tarilmaydi. Umuman ko'tarilmaydi. Men oldindan kelishib qo'yganim uchun yig'ilib olindi. Bu yerda hech kim, misol uchun Abduxobda ham ancha tajribasi bor, urovini bor. Menda ham shunaqa. Bu kishi mana endi kirdi Jamol bilan. Hech nima o'zgargani yo'q, faqat munosabatlar yaxshi bo'lsa bo'ladi. Hech kim bir-biridan ustun ham bo'lmaydi, hech kim bir-biridan past ham bo'lmaydi. Shuning uchun bizning proyektda o'zi buni Jamolning proyektining asosiy sababi ham shu bodybuildingga hammaga ko'rsatib berib, bodybuilderlar atrofida bir-birini yaxshi munosabatlarini ko'rsatib berish. Bu ana yo chetdagi manzur, sanzurlar ular umuman boshqa bizga aralashadigan tema emas. Ular boshqacha. Bizda faqat toshlashini. Ular xudo xohlasa qatorimizga qo'shilib qoladi. Vaqtinchalik. Ani yosh paytida odam hech qiziqqan bo'ladi. PR-lar. Men xohlayman hamma bilan trenovka qilib chiqishi, hamma bilan zo'r anu bo'lishi u yomon narsa emas-da. Keyingi safar kim bilan trenovka qilishimizni aytsanglar, Bahrom akani qo'shib olamiz. Abduxob bilan boy aytgandaki bitta sahnaga chiqadi, 1-2 ga talashadi, lekin qanaqa do'st bo'ladi. Birovlar yaqin, zo'r. Hech nima o'zgarmaydi ularda ham. Bizning trenovkamiz tugadi. Ha. Hozirda boshlamiz. Ozgina pozирование qilamiz.